Assalomu alaykum aziz do'stlar. Navbatdagi kompyuterning ko'rish uchun o'rganish kursimizga xush kelibsiz. Bugun ma'ruzamizning 15-si 3D demak ko'rish. Xo'p, bu kursda demak e'tibor qilgan bo'lsangiz, slayd o'zgargan. Demak, bu slaydda demak boshqa professor tomonidan yoki boshqa odam tomonidan dars o'tiladi. 2022-mayda o'tib bo'linibdi. Hozir demak nimalar o'tiladi? Mana shu haqida ozroq gaplashamiz. 3D ko'rish degan narsa nima? Shuning muammolari, masalalari bor. Endi bu yerda masalalar soni juda ko'p, lekin 15-ma'ruzada, hozirgi ma'ruzamizda o'shaning qanchadirini demak qoplab olishga harakat qilishgan. Birinchisi 3D shape representations debdi. Xo'p, 3 o'lchovli demak shakllarni tasvirlash. Mana shu masala. Qanday qilib 3 o'lchovlida rasmlarni yoki shakllarni tasvirlaymiz? Mana shu masalani qo'ygan. Bundan asosiy maqsad bironta rasm beriladigan bo'lsa, biz 2 o'lchovda ko'ramiz. Va 2 o'lchovda ko'rganimizdan keyin yonboshida, atrofida nima borligini bilmaymiz. Hozirgi kunda e'tibor qiladigan bo'lsangiz, ba'zi bir rasmlar bor yoki videolar bor. Butun boshli, masalan, hayvon berilgan bo'lsa, masalan, mushuk berilgan bo'lsa, o'sha mushukning faqat yon tomon, demak, oldi tomoni emas, yon tomonlar, orqa tomonlarini aylantirib ko'rishingiz mumkin. Mana shu narsani biz odatda 3D shape representations deb demak ingliz tilida aytamiz. Xo'p, endi shape reconstruction degan tushuncha bor. Xo'p, shakllarni qayta demak konstruksiya qilish yoki konstruksiyalash yoki qurish. Mana shu narsani aytamiz. Buni ham tushuntiramiz, qanday qilib quramiz, bu haqida ham gaplashamiz. Undan tashqari neural implicit representation degan narsa bor. Neural networklar orqali demak yashirin tarzda mana shu tizimlarni yoki tasvirlarni demak shakllantirishga, tasvirlashga demak neural implicit representation deb aytiladi. Demak, darsimizni boshladik bunda. Xo'p, oldingi darsimizda odatda har doim takrorlash bo'lardi. Bu yerda endi takrorlash yo'q, sababi e'tibor qilayotgan bo'lsangiz, bu yerda professorlar o'zgarib ketyapti, dars o'tadiganlar. Oxirida biz boshida Ehson Adiliy o'tayotganda, o'rtada Justin Johnson bir keldi, undan keyin Rohan Go keldi. Mana bu demak 9-darsimizdan keyin o'zi ma'ruzachilar tubdan o'zgarib ketdi. Bu yoq hammasi shunday o'zgarib har xil odamlar o'tadi. Oxirida mana Fifili yoki James Landy degan ayollar bor. Mana bu kishi ayol kishi, mana bu James Landy'ni bilmadim. Qisqasi mana shular o'tadi. Mana shunday ko'rinishda o'zgaradi. Darslar soni ko'p, keyin mana bu sohaning vakillari har xil. Mana bu Justin Johnson, mana bu generative modellar mana shu sohaga yaqin sohasi. Mana bu distributed scale nimaga. Xo'p, Ehson Adiliy umumiy narsalar o'tib bergan shu paytgacha. Mana bu video understandingda e'tibor qilgan bo'lsangiz, Ehson Adiliy o'tmadi. Ya'ni bu yerdagi sohalar bir nechta mutaxassislar tomonidan, shunchaki mutaxassis emas, butun dunyoda mashhur mutaxassislar tomonidan o'tilgan. Shuning uchun ma'ruzalar ham demak o'shanga yarasha bo'ladi. Xo'p, darsimizga qaytamiz. Nima bo'lgan taqdirda ham biz harakat qilamiz shuni o'zimiz tushungan darajada sizlarga o'zbek tilida yetkazib berishga. Albatta, ingliz tilida ham yo'q bu ma'ruzalar. Faqat o'sha demak ma'ruzalar to'plamini olishingiz mumkin. Xo'p, bu yerda birinchi qaraydigan narsamiz, e'tibor qiladigan bo'lsangiz, shishalar turibdi, bo'ldi. Boshqa hech narsa emas, lekin bu 2 o'lchovlida emas, 3 o'lchovlida. Xo'p, 2 o'lchovlida o'zi hozir ko'rib turibmiz. Hozir mana PDF da ko'rayotganimizda 2 o'lchovlida. Aslida o'zi 3 o'lchovlida turibdi. Faqat 3 o'lchovlidan bo'lish uchun boshqa tomonlarga aylantirib ko'rishimiz kerak. Aks holda buni ko'ra olmaymiz. Sababi bizning monitorimiz 2 o'lchovli. Mana bu ham demak 3 o'lchovlida. Bu adashmasam Google xaritalari. Mana bu yerda demak hamma obyektlarni demak kvadrat, shunga o'xshagan narsalar asosida qurgan. Hozir ko'ramiz, kub yoki demak bizda hozir esimdan chiqdi, o'zbek tilida nima deyiladi? O'shanga o'xshagan narsalar orqali qurilgan. Hali ko'ramiz. Mana shunday ko'rinishda qurilgan. Mana buni masalan uyning ichini qurish shart emas, faqat yon tomonlarini qursak bo'ldi. Yon tomonlarida, ya'ni yuzasida nima borligini belgilasak bo'ldi. Ichida mana bu daraxtning ichida qanday nima shox borligi bizga kerak emas. Sababi shox o'zi inson nuqtai nazaridan ham inson qarasam ko'rinmaydi. Xo'p. Endi bu yerda yana boshqa vazifalar. Xo'p. Bu yerda demak juda ko'p turi bor. Mana bu narsani geometrik sohalarni demak qurishni yoki tasvirlashni geometrik jihatdan. Va o'sha yerda 2 xil odatda qismga bo'lamiz. Bu yerda 3 xil qismga ham bo'libdi. 3 xil qism emas, 2 xil qismga bo'lamiz. Birinchisi oshkor ravishda mana shu narsani tashkil qilamiz. Ikkinchisi demak yopiq yoki oshkor emas ravishda, yashirin ko'rinishda demak mana shu narsani tashkil qilamiz. Xo'p, oshkor ravishda nima qilamiz? Point cloud deymiz, ya'ni nuqtalardan iborat bo'lgan bulutlarni quramiz. Ya'ni
bu nuqtalar qo'yamiz. Qisqasi oddiy demak shartlarda bitta 3D o'lchovning atrofiga joylashtirib chiqadigan bo'lsak, o'sha yerda nima hosil bo'ladi? Yoki mana bunday ko'rinishda poligonlardan hosil qilamiz. Mana bu bitta poligon, mana bu uchburchakni mana bu uchburchakka qo'shyapti, buni bunga qo'shyapti, buni bunga qo'shyapti, buni bunga qo'shyapti. Mana shu yerda bitta soha hosil qilyapti. Bu yerda yana bitta uchburchak, yana bu yerda bitta uchburchak. Buni aylantirib boshqa tomonlarni ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari mana bu yerda to'g'ri burchaklarni, ya'ni yoki kublardan hosil qilyapti. Mana bu yerda yana bitta shunday poligon, bu yerda yana bitta poligon, mana buni piramida deymiz, o'sha piramidalardan hosil qilyapti. Xo'p, subdivision bor, NURBS bor. Bular hammasi demak ko'rib chiqamiz qanday qilib mana shu narsalar qilingan. Endi implicit nima? Yashirin ko'rinishda mana shu narsalar hosil qilish mumkin. Bu setlardan foydalanadi. Keyin algebrik yuzalardan foydalanadi yoki masofa funksiyalaridan foydalanadi. Endi ularni ko'rib chiqamiz bitta-bitta qanday qilib hosil qiladi. Xo'p. Tasvirlash uchun kerakli bo'ladigan narsalar nimalar kerak bizga? Birinchi navbatda, ya'ni tasvirlashimiz uchun nimalarni hisobga olishimiz kerak? Biz shunchaki narsani tasvirlaymiz deyishimiz mumkin, lekin haqiqatda qanday tasvirlaymiz? Qanday qilib kompyuter xotirasida saqlaymiz? Ya'ni masalan biz oddiy rasmni qaragan paytimizda 2D rasmni qaradik, mana bunday ko'rinishda qaradik. To'rtburchak shaklida. Mana bu tomonini height, ya'ni balandligi yoki bo'yi dedik. Mana buni width, ya'ni demak eni dedik. Va o'shani mana bunday qilib piksellarga bo'lib chiqdik. Shu paytgacha qilgan ishimiz shu. Mana shunday piksellarga bo'lib chiqilgan, mana shu data bilan modelimizni o'rgatdik. Mana shunday bo'lib chiqilgan, tasavvur qiling. Mana bu yerda qora turibdi, mana bu yerda oq turibdi, qandaydir ranglarga bo'yab chiqilgan xolos. Ya'ni mana shular bizga nima qiladi? Masalan, mana bu yerda qizil turibdi. Butun boshli soha qizil. O'sha narsani bitta katakni piksel deb atadik. Mana bunisi sariq masalan. Mana bunisi masalan, demak ko'k. Mana shunday ko'rinishda bo'linib turibdi. Endi mana shu narsani qanday qilamiz? Endi mana shu yerda mana bu rasmni saqlashimiz uchun xotirada bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita demak eniga katak bor, bo'yiga esa 4 ta bor. Jami 24 ta katak bor. 24 ta katagimiz bor. 24 ta katakning har biri demak 3 xil rangdan tashkil topgan bo'ladi. Birinchi rangimiz zil, ikkinchisi demak ko'k, uchinchisi yashil. Ikkinchisi yashil, uchinchisi ko'k. Mana shunday ko'rinishda. O'shanda mana bu yerda biz saqlaydigan sonlar soni 3, ya'ni 72 ta son saqlashimiz kerak. 0 dan 255 gacha bo'lgan. Har biri 0 dan 255 gacha bo'ladi. 272 ta saqlashimiz kerak. Mana shunday ko'rinishda rasmni saqlashimiz uchun. Endi mana shu narsani qanday qilib kompyuterda saqlaymiz? Bizda 2D o'lchovda o'sha narsa bor. Endi mana bu yerda 3D o'lchovda mana shu narsalarni qanday tashkillashtiramiz? O'sha narsa. Va 2D o'lchovda hech qachon biz uning yon tomonlari, boshqa tomonlari qanday bo'lishini e'tiborga olmaymiz. 3D o'lchovda masalan bironta obyekt turgan bo'lsa, faqat oldidan ko'rmay, orqasidan qarab ko'rishingiz mumkin, yonidan qarab ko'rishingiz mumkin. O'shaning uchun uning sohasini yoki yuzasini o'sha yuzalarni chizib chiqamiz. Masalan, ixtiyoriy obyektning ichida nima borligini bilmaymiz, ichini ochib ko'rmaganimizcha. Shuning uchun yon tomonlarining yuzalarining nima turganini ko'rsata olsak, o'sha narsa bo'ladi. Endi birinchi mana shu yerda ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan narsa, shu biz qilgan narsa kompyuterda saqlash mumkin bo'lishi kerak. Agar shunchalik katta qilsangiz u kompyuterda saqlab bo'lmasa yoki saqlab bo'lsa ham juda qiyin bo'ladigan bo'lsa, bu narsani bizga keragi yo'q. Sababi bunga o'xshagan narsalarni biz kompyuterda saqlay olmaymiz, ko'p vaqt ketadi, hokazo. Shuning uchun demak birinchi navbatda kompyuterning resurslari nuqtai nazaridan biz tuzgan demak tasvir kompyuterda saqlash tasvirni biz kompyuterda saqlay olishimiz kerak. Mana shunday narsa. Endi yangi sohalarni tashkillashtirish. Xo'p, input kiritilgan paytda metafora kiritiladi va undan narsalar chiqarish. Endi kiritgan payt input metaforalar bo'ladi, interfeyslar bo'ladi. Endi bu haqida gap tashlaymiz mana haqida. Keyin har xil amallar bajarishimiz kerak. Masalan, kiritganimizdan keyin tahrirlay olishimiz kerak. Mana bu rasmni tahrirlay olamizmi? Ha, tahrirlay olamiz. Mana bu yerning rangini bemalol o'zgartirib qo'yamiz. Masalan, oldin sariqda edi, qizilga o'tkazib qo'yamiz. Xo'p, silqlay olishimiz kerak. Ya'ni masalan, mana bu yerda piksellar soni bor yo'g'i demak 6 ga 4 bo'lyapti. O'sha yerda piksellar sonini ko'paytirib, saligina sohani silqlab ko'rsatishimiz kerak. Masalan, xirayda oldin o'shani tiniqlashtirishimiz kerak. Filtr qilishimiz mumkin.
Va undan tashqari rasmning ba'zi bir joylari buzuq bo'lsa, qiyshiq bo'lsa yoki qolib ketgan bo'lsa, masalan, tushmay qolgan joyi bo'lishi mumkin. O'sha yer qanday bo'ladi? O'shani tasvirlashimiz kerak. E'tibor qilayotgan bo'lsangiz, ikki yo'l cho'li rasmlarda ham shu narsa bor edi. Biz o'sha bitta derazani qo'ygandikda, o'sha derazani model nima qilib bergandi? O'sha yerda deraza bor degan aniqlab bergandi. Xo'p, endi rendering. Endi rendering degan narsa ham o'zi representation degan narsa. Endi renderni o'zbek tilida tarjimasini bilmadik. Qisqasi bitta narsadan ikkinchi narsani hosil qilishda rasterization bor. Qanday qilib rasterizatsiya qilamiz? Ray tracing bor, neural rendering bor va animatsiyalar qanday qilamiz mana shular asosida. Agar shunday narsalar bo'lsa, animatsiyalar qanday bo'ladi? Mana shular qilishimiz kerak. Endi o'sha yerda hozir ko'ramiz. Demak, mana bu yerda bugungi darsimizda. Xo'p, birinchi sodda holat qanday qilib mana shu sohalarni hosil qilishimiz mumkin? Birinchi usul, eng sodda usul bu faqat nuqtalardan foydalanish. Bu nuqtalar o'rtasida hech qanday bog'lanish bo'lmaydi. Masalan, mana bu quyonni e'tibor qilgan bo'lsangiz, nuqtalar qo'yib chiqqan. O'sha nuqtalar orqali demak quyonni tasvirlayapsiz. Endi o'sha quyonni salgina bo'lsa, orqasini ko'rmoqchi bo'lsak, mana bu orqasi ko'rinadi. Yon tomonini ko'rsak, yon tomoni ko'rinadi. Ya'ni u tomoni. Mana bu orqa tomonni mana shunday ko'rishimiz mumkin. Mana shunday qilib aylantirib har tomonlarni ko'rishimiz mumkin. Bu faqat nuqtalardan tashkil topgan bo'lyapti. Endi bu yerda nima narsalar? Mana bu yerda demak to'plam bor. O'sha to'plamda x, y, z koordinatasi berilgan. O'sha x, y, z koordinatada bitta qizil dumaloq sharcha turibdi. O'shanday dumaloq sharchalardan qo'yib chiqqan bizda o'sha orqali bizda obyekt yaratgan. Xo'p. Endi undan keyingisi mana bu narsalarni agar nuqtalar o'rtasida demak qandaydir bog'lanish bo'lsa yoki nuqtalarning orientatsiyasi bo'lsa, ya'ni demak yo'nalishi bo'lsa, u holatda mana bular surface debdi. Mana bu narsalarda surface'da kengaytmasi o'zi aslida surface elements bo'ladi. Surface element deyiladi. Yuzaning elementlari. Surface elements deymiz. L kattaroq. Surface elements deyiladi. Sohaning elementlari. Mana shunday ko'rinishda. Mana bunday ko'rinishda nima qilishingiz mumkin. Endi shading needs normals debdi. Xo'p. Mana bu yerda bitta joyni olib ko'rsatyapti o'ziga. Buni e'tibor qilayotgansiz, mana bunday ko'rinishda bo'lyapti. Lekin mana bu yerlarda agar yaqindan ko'rsangiz, qayerlar qolib ketgan. Nuqtalar qo'ygan. O'sha nuqtalarda, sharchalarda qayerdadir qismlari qolib ketgan. Bu bitta yo'li. Endi undan keyingi holatimiz mana bu yerda qanday qilib obyektni olamiz, rasmga qayerdan olamiz, qaysi tomondan olamiz. Mana shu ham asosiy masala hisoblanadi. Agar rasmni to'g'ri olmasangiz, ya'ni bir tomondan olsangiz, ikkinchi tomondan olmasangiz, u holatda bilmaymiz. Aynan o'sha tomonini qilishimiz mumkin, boshqa tomonini qila olmaymiz. Masalan, mana bu yerda endi bu kamera turibdi, mana buni olyapti. Natijada mana bunday chiqyapti. Mana buni e'tibor qiling, bu tomonni olgani uchun faqat mana bu ko'rinishda bo'lyapti. Boshqa joyi yo'q. Endi bu yerda qo'llari nimalari chiqib turibdi, lekin faqat mana yuzini to'g'ri qilib bizga ko'rsatib beryapti. Endi qolgan joylar mana bu rasmda hozir bizga ko'ringan, shuning uchun ayta olmaymiz. Xuddi shunday mana filni bu tomondan olyapti, qolgan tomonini biz ko'ra olmaymiz. Demak, mana shunday holatlarda qanday qilib rasmni olsak, qaysi tomondan olsak, mana shu narsani hosil qilishimiz mumkin. Endi umumiy holatda rasm o'sha obyektda aylanib oladi. Mana shu holatda nima qilishimiz mumkin? Ba'zi bir holatlarda to'liq ola olmasa, qanday qilib o'sha to'liq ololmagan joyini qayta yaratish mumkin yoki o'sha narsani taxminan topish mumkin. Mana shunga o'xshagan masalalar ham alohida qo'yiladi. Xo'p, endi keyin qaraydigan narsamiz point cloudlar, ya'ni nuqtali bulutlar. Nuqtali bulutlarni biz ko'rdik. Eng sodda holatda aytiladi deylik. Agar o'sha nuqtali bulutlarda qandaydir yo'nalish bo'ladigan bo'lsa, ularni surface, ya'ni sohaning elementlari deymiz yoki yuzaning elementlari deymiz. Bular asosan to'g'ridan to'g'ri kameralardan yoki skenerlardan olinadi. Bular juda ham shovqinli bo'ladi. Masalan, e'tibor qilayotgan bo'lsangiz, ham holatda shunday boshda olgan holatingizda mana bunday ko'rinishda qarang, burunlar, nimalar qolib ketgan. Mana bunday ko'rinishda qolib ketyapti. Sababi mana bu joylarni kamera olmay qolgan bo'lishi mumkin. Endi mana shu joylarni tiklasak, umuman olganda modelimiz to'g'ri ishlayotgan bo'ladi. Hop. Bu yerda demak bitta rasm emas, bir nechta rasmlarni demak olishimiz kerak. O'shanda butun boshli sohani olishimiz mumkin bo'ladi. Endi yana boshqa demak kamchiliklari mana shu nuqtali bulutlarda. Birinchisi demak soddalashtirib bo'lmaydi. Masalan, mana bu nuqtadan bo'ladigan bo'lsa, faqat nuqtalardan e'tibor qiling, tashkil topgan. Bu o'zi tayyor nima?
ko'rib turibsiz, aylananing qisqasi turbani shunday aylantirib bir-biriga ulab qo'yibdi. Shunday demak quvurdi. Boshdan ikkita boshni bir-biriga ulab qo'yibdi mana shunday narsa. Yoki balon desangiz ham bo'ladi. O'sha balonni suribdi. Balonni soddalashtirish mumkin mana bunday ko'rinishda, bunday ko'rinishda soddalashtirish mumkin. Lekin mana buni soddalashtirib bo'lmaydi. Xo'p, mana bu yerda to'g'ridan-to'g'ri demak silliqlashtirib bo'lmaydi. Mana bu yon tomonlar qayerlarda bo'sh qolib ketgan bo'lsa, shu yerlarda bo'sh qolib ketaveradi yoki normallashtirib bo'lmaydi. Xo'p, bu yerda keyin topologik ma'lumotlar yo'q. Ya'ni qanday qilib, qanday bir-biriga bog'langan, qanday nima qilgan, o'sha narsalar haqida umuman ma'lumot yo'q. Xo'p, endi polygonal meshes bor. Endi poligonli to'rlardan foydalanamiz. Qanday qilamiz? Xo'p, bu poligonli to'rlarda odatda biz obyektlarning chegaralarini tasvirlashga harakat qilamiz. Mana shu obyektning chegaralarini tasvirlab, o'sha obyektning chegaralariga qandaydir bitta poligonlar qo'yib chiqamiz. O'sha poligonlar bizga butun boshli obyektni hosil qilib beradi. Xo'p, masalan mana bunday obyekt. E'tibor qilgan bo'lsangiz, bu piramida, pastda ham piramida bor, balandda ham piramida bor. Xo'p, mana shu piramidaning mana bu tomonlarini hozir sohasi deymiz. Mana bu yerni soha deymiz yoki yuza deymiz. Surface deganda yuza deganimiz ma'qul. Yuzasi deymiz. Mana bu nuqtalarni uchlari deymiz. Mana bu uchlar. Endi mana buni xuddi shunday hosil qilyapmiz. Mana bu uchburchak. E'tibor qilgan bo'lsangiz, hammasi uchburchak o'zi. Mana uchburchakdan mana bu ham uchburchak, bu ham uchburchak. Faqat uchburchakdan tashkil topyapti. Endi mana bunday narsalar hosil qilishimiz mumkin. Bu mana bu to'rtburchakka o'xshagan narsalardan hosil topgan. Endi mana bu narsa demak nima deyiladi? Mana bu odamning yuzini tasvirlayapti. Aleksandr Masedoniya Aleksandrini. Mana shunday qilib tasvirlab beryapti yuzini. Uch yo'lida. Endi keyingisi katta o'lchamli, demak uchburchakli, demak to'rlar qanday hosil qilinadi? Endi mana shu uchburchak to'rlarni hosil qilmoqchi bo'lsak, u holatda nomi demak digital demak mana shu nom ekan. Mana shu uchlarning soni, mana bunday uchlarning soni demak 28 millionta taxminan. Xo'p, uchburchaklar soni, mana shu narsa uchburchaklar tashkil etgan uchburchaklar soni, mana bunday uchburchaklar soni jami 56 millionta bo'lgan ekan. Ya'ni 2 barobar ko'p. Bu degani hajm jihatdan rasmning o'lchovi juda ham katta bo'lib ketadi. Agar bizda oddiy rasmimiz 1048 ga, HD rasmingiz 1048 ga 1200 bo'ladigan bo'lsa, masalan, demak bu yerda yozaylik. Demak qora qilaylik. Uzr, demak 1048 ga demak ko'paytiramiz 1200 ni ko'paytiramiz 3 ni. Mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Bu degani taxminan 3 million 4 million atrofida bo'ladi. Mana shunday bo'ladi. Mana bu yerda 28 million bitta burchaklarni hisoblashga. Mana bu yerda esa 56 million uchburchakni mana shunday hosil qilib beryapti. Bu degani juda ham o'lchov nuqtai nazaridan ko'p degani. Va buni bir tomondan olish kerak emas, bir nechta tomonlardan olish kerak bo'ladi. Shuning uchun hajm ancha katta bo'ladi. Endi undan ham katta demak uchburchakli demak to'rlardan tashkil topgan mana bu Google demak Yer degan demak dastur bor. O'sha yerda qilingan. E'tibor qilgan bo'lsangiz, Kaliforniya adashmasam yoki qaysidir shahar ekan, demak o'sha shaharning demak nimalari qilingan. Bu yerda trilliondan oshiq har xil shunday uchburchaklardan foydalanib mana bu shaharni qurib chiqqan. Hammasi demak uchburchaklarni tashkil topgan. Lekin siz ko'rayotgan paytingizda uchburchak juda kichkinaligidan biz bitta binoni ko'ryapmiz. Mana bu binoningiz ham uchburchakdan tashkil topgan, bu ham hamma joy demak uchburchakdan tashkil topgan. Xo'p, endi birinchisi mesh to'rlarni demak upsampling qilish. Biz upsampling haqida o'rgandik, qanday qilib rasmning o'lchamini kattalashtirish. Endi bu yerda rasmning o'lchamini kattalashtirish deganda rasmdagi elementlar sonini yoki piksellar sonini ko'paytirishni nazarda tutamiz. Upsampling deganda. Va bu o'sha narsa rasmdagi piksellar sonini ko'paytirish, demak rasmni tiniqlashtirishga olib keladi. Va mana shuni demak rasmning resolution deymiz, o'sha o'lchovini kattalashtiradi. Buni qilishimiz uchun biz interpolation qilishimiz kerak. Ya'ni qisqasi interpolation degani ma'lum bir o'rtalikda, oraliqda qiymatlarni tiklashga interpolation deymiz. O'sha yerda aytib ketamiz, interpolation nima, extrapolation degan narsa nima. Interpolation degani odatda biz bironta A mana B nuqta bo'lsa, A mana B nuqta bo'lsa, A B o'sha oraliqda bironta f funksiyaning,
f funksiyani yoki bitta statistik qiymatlarning, hozir bizda statistik qiymatlar bor, funksiya uzluksiz funksiya emas. Uzluksiz funksiya yo'q. Hozir o'sha haqida ham ozroq gaplashamiz. Uzlukli funksiya nima, uzluksiz qiymatlar nima? Biz diskrete narsalar bilan ishlayapmiz. Uzluksiz narsalar bilan ishlayapmiz. Ishlamayapmiz. Mana bu yerda a mana b oralig'ida tasavvur qiling, qiymatlar bor edi. Shu qiymatlar bor edi. Mana bu f funksiyani qiymatlari bor edi. Endi o'sha yerda bironta mana bu yerda qiymat yo'q edi. Mana bu yerda qiymat yo'q edi. O'sha narsani mana bu yo'q joyini topishimiz. Mana bu yerda masalan hozir demak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ta bo'ladigan bo'lsa, 12-joyda mana buning ichidan a mana buning o'rtasidan topishimiz bu interpolation deyiladi. Ya'ni o'rtani palyatsiya qilish. Extrapolation degan narsa bor. A mana bundan tashqarida bo'ladi. Mana bu yerda bo'ladi. O'sha narsani topishimiz extrapolation deyiladi. Mana shunday ko'rinishda aytiladi. Xo'p, mana bu yerda xuddi shunday. Mana bu yerda bir tomonda turgan sigirning yuzini mana bunday qilishimiz interpolation bo'ladi. Ya'ni mana bu nuqta, mana bu yerda uchburchak turgan bo'lsa, o'sha uchburchaklarni ko'proq nuqtalar bilan tasvirlaymiz va sigirning yuzi yoki butun boshli o'sha sigirni ifodalaydigan rasmning yuzasi demak tiniqroq, silliqroq chiqadi. Mana shu narsani upsampling deymiz. Bu narsani qilishimiz uchun mana bu sohani, oldingi mavjud bo'lgan sohani, mana bu uchburchakni yana qismlarga bo'lib yuboramiz. Bir nechta qismga bo'lish orqali, ya'ni bir nechta uchburchaklarga bo'lish orqali mana buni hosil qilamiz. Mana shuni subdivision deyiladi. E'tibor qilayotgan bo'lsangiz, mana bu yerda o'sha narsalar ko'proq. Qayerda sohasi murakkabroq bo'lsa, o'sha yerda o'sha rasmning demak nuqtalari yoki o'shanday elementlar juda ko'p bo'ladi. Ya'ni to'rlar soni ko'p bo'ladi. Mana ko'zida to'rlar soni juda ko'p. Mana bu yerda o'nlar ham ko'payib ketyapti. To'rlar ko'pligidan qora nuqtalar bizga sigirni bildirib qo'yapti. Endi teskarisi bor. Downsampling deymiz. Ya'ni to'rlar sonini kamaytirish. Bu narsani ba'zi bir holatda simplification deymiz. Simplification degani soddalashtirish deyiladi. Hop, simplification deb qilayotgan bo'lsangiz, mana bu yerda bir nechta to'rlarni bitta to'r sifatida tasvirlangan. Qarang. Mana bu yerda bir nechta to'rlardan bitta to'r hosil qilgan. Bu bitta masala. Bu demak rezolyutsiyani yoki o'lchovni umumiy holda kichiklashtiradi. Lekin kichiklashtirgan bilan imkon qadar o'lchovni, ya'ni shaklni saqlab qolishga harakat qiladi yoki ko'rinishni saqlab qolishga harakat qiladi. Mana e'tibor qilayotgan bo'lsangiz, mana bu sigir bilan mana bu sigir ko'rinishi bir-biriga yaqin, saqlab qolishga harakat qiladi. Xo'p, endi regulizatsiya degan narsa bor bu yerda. Regulization nima? Bu nima qiladi? Mana bu yerdagi distributionni demak qaytadan namunalashtiradi yoki mana bu yerdagi namunaning distributionni, taqsimotini qaytadan yoki qisqasi modifikatsiya qiladi. Shundaylik, modifikatsiya qiladi mana buni distributionni, taqsimotni. O'sha narsa mana buni ko'rinishga olib keladi-da, bizga sifatni yaxshilaydi. Endi bu yerda bitta narsa bor. Rasmning o'lchamini, rezolyutsiyasini oshiramizmi, yo'qmi degan savol bor. Rezolyutsiyasini oshirsak, u holatda oldingi bilan to'g'ri keladi. Odatda rezolyutsiyani oshirgan paytingiz rasm yaxshilanadi. Lekin mana bu yerda o'sha narsani distribution sifatida, ya'ni taqsimot sifatida qaragani uchun oldingidan asosiy farqi, e'tibor qiling. Mana bundan asosiy farqi, mana bu yerda o'sha taqsimot o'zida saqlanib qolgan. Mana bu yerda kamroq bor, mana bu yerda kamroq, e'tibor qilayotgan bo'lsangiz, mana bu yerda ham shunday kamroq. Mana bu yerda ko'proq, bu yerda ham o'shanga mos ravishda ko'proq. Mana bu yerda o'sha narsa yo'q. Ya'ni namunaning taqsimotini o'zgartirayotgan paytda o'sha narsani bir xillikda saqlab qolgan. Mana bu yerda ikkita ko'paygan bo'lsa, mana bu yerda ham ikkita ko'paygan. Mana bu yerda ham ikkita ko'paygan, bu yerda ham ikkita ko'paygan. Tushunarli? O'sha narsa demak taqsimotni saqlanib qolishi bo'ladi. Demak oldingi demak o'lchovni kattalashtirish bilan, ya'ni to'rlarning o'lchovini kattalashtirish bilan regulizatsiya qilishning farqi o'shanda. Endi shaklda demak tasvirlash. Hop, birinchi non parametrik degan usul bor, ya'ni parametrsiz usullar. Biz o'sha yerda bitta narsani to'g'ri tushunish kerak. Parametr nima? Parametr bo'lmagan narsa nima? Hozir biz funksiya e'lon qilamiz. O'sha funksiyani masalan, keling, hozir davom etaylik. O'sha yerda parametrik bilan non parametrikka salgina ko'proq to'xtalamiz. Xo'p, mana nuqtalardan iborat bo'lsa, mana bunday ko'rinishda bo'ldi. Bu yerda hech qanday nuqtalar o'rtasida bir-biriga bog'lanish yo'q. Ya'ni orientatsiya yo'q. Lekin mana bu yerda to'rlar bilan qilayotgan paytimizda demak nuqtalar o'rtasida o'sha to'rdan ichidagi
elementlar o'rtasida bir-biri bilan bog'lanish bor, qaysi element qaysiga bog'langani haqida to'liq ma'lumot bor. Mana shunday ko'rinishda chiqadi. Endi parametric representation bor. Bu non-parametric representation bo'ldi. Hech qanday parametr ishlatmadik. Shunchaki mana shunday ko'rinishda bo'ldi. Endi parametric representation nima bo'ladi? Parametric representation ya'ni tasvirlash. Shunda bitta funksiya olishimiz kerak. F degan funksiya. F degan funksiya bitta x degan qiymatni oladi, undan y hosil qilib beradi. Tasavvur qiling. Ya'ni matematik jihatdan agar siz matematikani yaxshi bilmasangiz, shunchaki bu funksiya hozir operator sifatida qaralyapti. O'sha operator x degan qiymatni olyapti, undan y hosil qilib beryapti. Bu qanday bo'ladi degan savolni endi ko'ramiz. Bu umumiy holatda abstrakt ko'rinishda mana shunday yozib ketiladi. Bo'ldi. Yuqoridagi hamma narsa biz regression deb ko'rdik, demak upsampling deb ko'rdik, downsampling deb ko'rdik, ya'ni o'lchovni qisqartirish, namunani kichraytirish, kattalashtirish deb ko'rdik, undan tashqari namunani regressiya qilish deb ko'rdik. Mana shular hammasi mana bu bitta funksiya bilan yoki bitta operator bilan belgilanadi. Bo'ldi. Xo'p, endi mana shu narsani tushunamiz. Endi bu yerda yana bitta narsani to'g'ri tushunish kerak. Bu yerda hozirgi mana bu holatimizda ko'proq ikki o'lchovlidan uch o'lchovliga, uch o'lchovlidan ikki o'lchovliga, mana shunday o'lchovlardan o'lchovlarga o'tish haqida gap ketyapti. Mana bu funksiya. Tasavvur qiling, yuzani demak uch o'lchovlikda tasvirlashimiz kerak. Agar mana bu yerda e'tibor qilgan bo'lsangiz, o'sha holatda mana bu m ning qiymati 2 bo'ladi, n ning qiymati 3 bo'ladi. Ya'ni funksiyamiz, mana bu operator funksiyamiz nima qiladi? Ikki o'lchovli rasmni oladi, mana bu rasmni, mana bu rasmni oladi. Undan bizga mana buni hosil qilib beradi. Mana shu narsani parametrik ko'rinishdagi funksiyalar deymiz. Endi mana bu yerda o'sha narsani hosil qilib berish uchun endi bu yerda f deb qo'yish kerak edi, adashmasam. Demak, mana bunday ko'rinishda bo'ladi. X degan alohida funksiya, y degan alohida funksiya, z degan alohida funksiya bo'ladi. Mana bu har bir nuqtaning x va u bilan v sini oladi. Bizga x ni, y ni, z ni hosil qilib beradi. Mana shunday ko'rinishda. Xo'p, endi shunga bir misol ko'ramiz. Hozir mana bu yerda ko'rib turganingiz o'ng tomonda bu narsa aslida o'ng tomonda ko'rib turgan narsangiz aslida nima deyiladi? Demak, uzluksiz funksiya deyiladi. Agar mana shu uzluksiz funksiyani qurmoqchi bo'lsangiz, mana bu funksiyadan foydalanamiz. Bu funksiya nima? Bu explicit deb atamiz. Ya'ni explicit degan oshkor ravishda ikki o'lchovlida, demak mana bu aylanani quryapmiz. Xo'p, bu aylana nima qiladi? Bu funksiya aytadi, bitta r degan qiymatni olasan, bitta haqiqiy sonni olasan, qisqasi. O'zbekchasiga aytamiz. Bitta haqiqiy sonni olasan, o'sha haqiqiy sondan ikki o'lchovli mana bu bunday narsani hosil qilib berasan deb aytamiz. Bu mana bu pi qiymatimiz, pi degan funksiyamiz shunday. Xo'p, pi nimani oladi? T degan o'zgaruvchi uchun oladi, o'ziga kirish uchun. T degan o'zgaruvchi uchun olgandan keyin bizga t dan x, t, y, t degan ikkita funksiya orqali mana bunday nuqtani hosil qilib beradi. Bitta ixtiyor t bo'lsa, o'shaning x, t, y, t ni hosil qilib beradi. Endi bu t'lar haqida keyin gaplashamiz, nima uchun shunday qilgan. Endi kimdir matematikani yaxshi bilsa, mana bu funksiya, r degan funksiya mana xuddi shu narsani qurib beradi. Ya'ni cosinus t, sinus t ni qilsangiz, xuddi mana shu narsani qurib beradi. Faqat mana t ning qiymati 0 dan 2pi gacha o'zgaradi. Mana bu demak, hozir holatimizda bir o'lchovlidan yoki t dan burchakdan, qisqasi burchakdan nimaga o'tish? Birlik aylanaga o'tish deb qaraladi. Mana shunday ko'rinishda. Endi mana bu narsa e'tibor qilayotgan bo'lsangiz, bir o'lchovlidan ikki o'lchovliga oshkor ravishda o'tkazyapmiz. Bu uzluksiz ravishda o'tyapti. Endi uzlukli qanday? Mana shu narsani endi ko'ramiz, qanday narsalar. Endi xuddi shunday uch o'lchovlidan ikki o'lchovlidan uch o'lchovliga ham o'tishimiz mumkin. Birinchi bir o'lchovlidan ikki o'lchovliga o'tdik, endi ikki o'lchovlidan uch o'lchovliga o'tishimiz mumkin. Uning uchun nima qilamiz? Mana u bilan v berilgan deymiz, ikki o'lchovlida. Mana bunday ko'rinishda aylana, mana bu narsa berilgan deymiz. Mana bu narsa berilgan edi. Endi undan hosil qilishimiz uchun mana bu narsadan foydalanamiz. Mana shu, demak mana bu sharni, sferani bizga hosil qilib beradi. Hop, shar bilan sferangacha shar ichkarini ham qabul qiladi, sfera faqat yuzi qaraladi. Shunda farq bor. Endi bezirning demak chiziqlari bor, y chiziqlari bor. Bu bezirning y chiziqlari haqida men ko'p to'xtalmoqchi emasman. Sababi bu o'zi alohida bitta soha. Bizda hozir o'rganadigan mutaxassislar bor mana shu narsalarda. Bu narsalar odatda bizda spline deb o'tishadi. Demak, universitetlarda qisqacha bu yerda aytadigan narsa nima? Mana bu pi 0 nuqta bor yoki ro 0 nuqta, ro 1, ro 2, ro 3 nuqta bor. Bu yerda ro 0 nuqtadan
ro nuqtadan ro 3 nuqtaga mana bunday bitta chiziq ketgan. Mana bunday ko'rinishda chiziq ketgan. O'sha chiziq qanday tasvirlanadi? O'sha haqida gap ketyapti. Endi bu yerda mana shu narsani hosil qilish uchun nima qilamiz? Mana shu narsani tashkillashish uchun desa, aytadi, mana bu yerdan dedi, bitta nuqtani olaylik deydi. Birinchi bitta chiziq oladida, o'sha nuqtani olaylikda ikkita qismga ajrataylik deydi. Yoki mana bunidan, mana bu yerdan P0 nuqtadan P1 nuqtagacha bo'lgan masofani bitta T degan o'zgaruvchi bilan belgilaylikda, o'sha masofa 0 dan 1 gacha bo'lsin. Har doim mana shundan shungacha bo'lgan masofa 0 dan 1 gacha bo'lsin. Ya'ni mana bu uzunlik har doim 1 bo'ladi. Buni uzunligi ham 1 bo'ladi. Endi bu nima degani? O'zi aslida mana bu 1 bo'lmaydi. Mana bu ham 1, bu ham 1 bo'lmaydi. Buni 0 bilan 1 oralig'ida tasvirlaydi. Buni tasvirlash uchun bitta T degan o'zgaruvchi oladida, mana bu nuqtani P0 dan P1 ga o'tish nuqtasini yoki P1 dan P0 ga qaytish nuqtasini bitta masalan f degan funksiya bilan tasvirlab, uni t bilan tasvirlaydi. Lekin mana bu t'ingizning qiymati 0 dan 1 gacha bo'ladi. O'sha mana bu f1 funksiya deylik. F1 funksiya bizga 0 dan 1 gacha qiymat bersak, mana bu yerdan bu yergacha bo'lgan narsani tasvirlab beradi. Endi 0 dan 1 gacha qiymat bersangiz, mana bu yerga keladigan bo'lsa, masalan, mana bu nuqtaga keladigan bo'lsa, hop, demak qizil qilsak menimcha yaxshiroq. Mana shu nuqtaga keladigan bo'lsa, u holatda t ning qiymati taxminan 0.5 bo'lishi kerak. Bu chiziqli ravishda o'zgartiradi. Sababi mana bu o'zi chiziqli funksiya. Mana f funksiyaning asosiy maqsadi t 0 dan 1 gacha o'zgargan narsani mana bu haqiqiy fazoga o'tkazib berish. Mana bu nuqtaning qiymati. Sababi mana bu nuqta ikki cho'lida bo'ladigan bo'lsa, ikkita qiymatdan tashkil topgan bo'ladi. Mana bu yerda bitta chizasiz. Aslida qanday bo'lish kerak? Mana bunday chiziq bo'lish kerak yo'l cho'lida. Hozir biz holatimizda. Mana bu nuqtaning o'zi ikkita qiymatdan tashkil topganda, shu ikkita mana bu nuqtaning o'zi ikkita qiymatdan tashkil topgan f funksiya nima qiladi? T ni oladi, o'sha narsani demak mana bu o'q bo'yicha, mana bu chiziq bo'yicha surib beradi. Agar t ning qiymati 1 bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerga yetib keladi. T ning qiymati 0 bo'ladigan bo'lsa, bu yerda turadi. T ning qiymati 0.5 bo'ladigan bo'lsa, o'rtada turadi. Mana bu nuqtaning qiymati. Endi xuddi shu narsa mana bu yerga ham qo'yadi. Bu yerda endi f2 degan funksiya qo'yadi. Demak, keling. Qorada yozaylik buni. F2 degan funksiya qo'yiladi. Bu ham xuddi o'sha t ni oladi. Xuddi shunday mana bu yerda harakat bo'ladi. Mana bu yerda harakat bo'ladi. Demak 0.5 bo'lsa o'rtada, 1 bo'lsa bu tomonda, 0 bo'lsa mana bu yerda. Xuddi shu narsa mana bu yerda ham quradi. Endi mana shu narsalar bir-biriga quradida, bir-biriga bog'laydi. Qanday bog'laydi? Ana bunday bog'laydi. Bunday qilib bog'laydi, mana buni ham bunday bog'laydi. Bu yerda bitta t qiymat hosil bo'ladi, mana bu bunday keyin chiziq hosil bo'ladi. Mana bunday chiziq hosil bo'ladi. Mana shu chiziqni Bezier demak Bezierning demak y chiziqlari deb ataydi. Xo'p. Endi bu yerda piecewise Bezier deyiladi, ya'ni demak element bo'yicha demak Bezierning chiziqlari. Mana bunday ko'rinishda narsalar bo'ladi. Endi bu yuqorida aytdik, ko'p to'xtalmaymiz bu narsa. Bu narsalarni umumiy olganda internetdan qidirsangiz spline funksiyalari deyiladi. O'shalardan ham izlab topsangiz bo'ladi. Ya'ni funksiyani ifodalayotgan paytda mana shunday ko'rinishda ifodalash yaxshi. Xo'p. Agar tensorlarni ko'paytirmasdan foydalanib, Bezierlarimiz qandaydir yamoqlar ko'rinishga yoki mana bunday katakchalar ko'rinishga hosil qilishimiz mumkin mana bunday ko'rinishda. Bir nechta o'shanday yamoqlarni bir-biriga birlashtirsak, mana bunday sohani hosil qilamiz. Endi subdivision qilish, demak, sohalarni yoki kurvlarni yoki y chiziqlarni qismlarga ajratish. Endi y chiziqlar deganda biz ikki o'lchovli y chiziqlar deb tushunamizda. Sohalar deganda yoki yuzalar degan paytda uch o'lchovli deb tushunamiz. Mana shunday deb tushunsangiz bo'ladi. Men e'tibor qilayotgan bo'lsangiz, mana bu y chiziq. Endi o'sha y chiziqni yanada ham chiroyli tasvirlashimiz uchun mana bu tomonga o'tamiz. Mana bu yerda birlashtiramiz. Mana bu yerga ko'proq qilamiz. Ya'ni qismlarni demak ma'lum bir qismlarni ikkita, uchta qismga ajratib olyapmiz. Mana bu qismni masalan ikkita bilan ifodalayapmiz. Mana bu yerga yana bitta ikkita nuqta qo'yib, mana buni salgi bilan kusib, mana bunday ko'rinishda tasvirlayapmiz. Va hokazo mana shunday qilib tasvirlab ketaveramiz. E'tibor qiling. Mana buni yana bo'lyapmiz, buni bunday bo'lyapmiz. Oxirida silliq chiziq hosil bo'lyapti. Shunday ko'rinishda. Endi xuddi shu narsani sohalarga ham qo'llashimiz mumkin. Mana bunday ko'rinishda edi. Mana bu obyektimiz. Endi mana bunday ko'rinishga o'tkazdik, bu ko'rinishga o'tkazdik, bu ko'rinishga o'tkazdik. Oxiri oqibatda mana silliq ko'rinishda sohamiz hosil bo'ldi. Xo'p, endi biz shu paytgacha ko'rganmiz subdivision edi.
Keyingi masalamiz demak shape'larni demak representation qilishni ikki xil holatini ko'rdik. Birinchisini demak oshkor ravishda parametrsiz ishlatdik mana bunday ko'rinishda. Ikkinchisi parametr ustunlik usulida hosil qildik. Mana bu narsani chizib ko'rsatibdi. Yuqorida men chizayotgan paytimda oxirigacha yetkazmabman mana bu narsani. Mana bu yerda yana bitta mana bu o'rtada chiziq hosil bo'lyapti-ku. Bu yerda men chiziq hosil bo'lyapti. O'shaning o'rtasida mana bu chiziq hosil qildi. Endi mana bu bilan ikkovi o'rtasini birlashtiradi. Xuddi shunday. Birlashtirsangiz mana bu yerda bitta nuqta paydo bo'ladi. Mana shu narsani hosil qiladi. Mana shu bezirning kurslari deyiladi. Hammasi o'sha yerda t degan o'zgarishga bog'liq bo'ladi. Tini qiymatini o'zgartirish orqali mana funksiyani mana shunday qilib silliq qilib chizib beradi. Endi mana bu yerda mana bunga o'xshagan narsalarni hosil qilayotgan paytda ham xuddi shu narsalar. Mana shu bezir kurslaridan hosil qiladi. Mana bu yerga bitta bezir kursini chizib, qanday o'zgartirish mumkin? Nechta qo'shadi? Mana shuni silliqlashtirib mana bunday qilib chiroyli funksiya chizib beradi. Aslida mana bu narsa bor edi deb qaraydi. O'sha narsani bitta, ikkita, uchta, to'rtta bosqichma-bosqich o'tkazadi, buni chiziq qilib beradi. Masalan, Photoshopda kimlardir ishlasa, Photoshopda shunday chizsa, to'rtburchak qilib chizsa ham uni chiroyli qilib mana bunday silliq qilib beradi. Mana shu bezir kurslaridan foydalanadi. Bezirning egri chiziqlaridan foydalanib, mana shunday qilib bosqichma-bosqich sizga mana shu chiroyli qilib chiqarib beradi. Xo'p, endi bular hammasi splinelar deb ataydik. Splinelar mana shu narsani silliqlashtirish bilan ishlaydi. Mana bu bezir demak subdivisionlarni ko'rdik. Hokazo. Va endi biz aytadigan narsamiz mana shu paytgacha ko'rgan narsalarimiz, mana bu narsalar ko'pchiligi o'tgan asrda bo'lgan narsalar. Ya'ni oldindan bor bo'lgan narsalar, faqat hozir sun'iy intellekt davrida yana bor boshqacharoq tusga kirib ishlayapti. Endi yana bitta explicit, ya'ni oshkor ravishda geometrik o'lchovlarni qaytadan tasvirlashni ko'ramiz, qanday qilib beramiz. Xo'p, hamma nuqtalar berilgan bo'lsa, ikki o'lchovlarda mana bu yuzlar berilgan bo'lsa, o'shani uch o'lchovda mana bunday ko'rinishda hosil qilishimiz mumkin. E'tibor qiling, sanagan o'rtasi qilib turgan yoki nimadir qilib turibdi, o'shani sananday ko'rinishda hosil qilyapmiz. Endi mana shu narsalarni yana hosil qilishimiz mumkin. Buni ko'rdik. Sampling is easy, ya'ni namunalashtirish oson, qaytadan namunalashtirish to'g'rirog'i. E'tibor qilayotgan bo'lsangiz, umumiy holat berilgan bo'lsa, u mana v ko'rinishda, u holatda mana bu ikki qo'shilgan cosinus u, cosinus v qilib olsangiz, mana bunday ko'rinishda chiqaverasiz. Xo'p. Demak, nuqtalar qayerda yotibdi? Bu yerda hammasi, demak, biz w bilan u bilan v ni qo'ysak, valyuning qiymat u bilan v ning qiymatlarini qo'ysak, mana bu narsani chizib olaveramiz mana funksiya orqali. Bu funksiya bizga o'sha narsani hosil qilib beradi, shu nuqtasini bemalol. Bu mana bunday ko'rinishda, demak, oshkor ravishda, demak, yuzalarni qurish bizga masalalarni mana shu tasvirlash masalasini juda ham sodda qiladi. Sababi bor yo'q oddiy funksiya, hech qanday narsa o'rganish kerak emas. Modelda muammo yo'q. O'shaning uchun mana Photoshoplarda ishlatgan paytingiz qotish degan narsa yo'q. Photoshoplar ba'zi narsalarni so'raydi, masalan, juda tez ishlaydi. Mana shu narsalarni oldindan ishlashgan. Oldin demak, computer vision masalalari mana shu bo'lgan. Xo'p, endi yana mana bu yerda e'tibor qilyapmiz. Sharni yoki sferani ko'ryapmiz. Sferani olayotgan paytimiz faqat mana bu yerda inside bilan outside degan narsani aytyapmiz. Ichki nuqtasi bilan tashqi nuqtasi qiyinroq. Ya'ni ichida nima bor? O'sha narsani tasvirlash qiyin. Masalan, mana bu nuqtada nima bor? O'sha narsani tasvirlash qiyin. Sababi mana bu funksiya faqat tashqi tomonini, yuzini demak tasvirlab beradi oshkor ravishda. Shuning uchun oshkor ravishda tasvirlayotgan paytimizda ichki tomoni yoki tashqi tomonini nima ekanligini aytish juda qiyin. Xo'p, endi o'sha narsani oldini olish uchun biz implicit representation of geometry degan narsani ishlatamiz, ya'ni geometriyaning yashirin ko'rinishda tasvirlash. Geometriyaning demak yashirin ko'rinishda tasvirlanishi. Xo'p, bu nima qilinadi? Demak, nuqtalar klassifikatsiya qilinadi. Ma'lum bir demak bir-biriga aloqasi asosida. Xo'p, masalan, sferani olayotgan paytimizda sferaning funksiyasi mana bu. Xo'p. Va mana bu funksiyani olayotgan paytda umumiy holatda mana bunday ko'rinishni olamiz. Sababi mana bu demak birni ham bu yoqqa o'tkazib oladi, -1 ni bu yerga kiritib, mana bu yerga 0 qo'yib oladi. Mana bunday funksiya deydi. F ga 0 teng deb qo'yiladi, mana bunday ko'rinishda chiziq hosil bo'ladi. Xo'p, endi bu f funksiya. Endi mana shu narsani aytayotgan paytimizda
sampling qilishimiz mana shu holatda juda qiyin. Masalan, agar funksiya mana bunday ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa, oldingi ko'rinishda funksiya mana bunday ko'rinishda edi. Ya'ni x kvadrat plus y kvadrat plus z kvadrat edi. Bu holatda mana bu sfera bo'lardi, sferaning yuzi bo'lardi. Bu muammo emas edi. Endi o'sha funksiyani o'zgartirsak, mana bunday ko'rinishda tasvirlasak, f 0 ga teng qilgan paytimizda nima hosil bo'ladi? Juda ham qiyin aytish. Nima hosil bo'lishini. Hop. Endi demak, ba'zi bir test qilish oson. Mana endi mana bunday qilayotgan paytingizda mana bu yerga ichki nuqtasi va demak mana bu yerda aytyapmiz implicit surface bilan demak yashirin ko'rinishdagi demak surface'lar, ya'ni yuzalar tasvirlayotgan paytimizda ichkari va tashqi nuqtalarni test qilib ko'rish oson. Masalan, mana shu yerda nima yotibdi desangiz, shunday funksiyaga qiymat qo'yasiz, natijani shunday olasiz. Va qo'ygan paytingizda mana bu 0 dan kichkina bo'lsa, mana bu narsani ko'rasiz. Mana bu ich. Ya'ni bu yerda ichkarisimi, tashqarisimi o'sha narsani aytish oson. Ya'ni mana bu yig'indisi 0 dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, ichkari bo'ladi. 0 ga teng bo'lsa, aynan o'shaning yuzi bo'ladi. 0 dan katta bo'ladigan bo'lsa, tashqarida turadi. Mana shu funksiya shu narsani bildiradi, xolos. Juda ham sodda. Xo'p, endi algebrik yuzalar. Bu ham demak oshkor emas ravishda, ya'ni yashirin ravishda aytamiz. Xo'p. Sohani biz mana bu x, y, z nuqtalarda yoki koordinatada demak polinomial demak 0 set, ya'ni 0 setni hosil qilamiz. Qanday qilyapmiz? Bu degani qisqasi mana bu funksiya mana shunday ko'rinishda algebrik ko'rinishda tasvirlaymiz. Agar mana buni tasvirlamoqchi bo'lsak, mana bunday ko'rinishda tasvirlaymiz. Mana bu kichkina r mana buning kvadrat demak radiusini bildirsa, mana bu katta r mana buning radiusini bildiradi. Mana bu yurakni nimasi? Endi yurak deymiz, mana shu obyektni funksiyasi. Endi muammo nima? Agar murakkabroq soha bo'ladigan bo'lsa, masalan, mana bu sigir bo'ladigan bo'lsa, buni biz tasvirlay olmaymiz. Bunga funksiya yo'q. Bu hammasi aytib qo'yayotgan bo'lsangiz, tayyor funksiyalarni buni algebrik ko'rinishda mana shunday qilib yozamiz. Ya'ni bu tenglama sistemasi bo'lib turibdi yoki tenglama ko'rinishda ifodalayapmiz. Shuning uchun algebrik ko'rinishda, oldingisi funksiya ko'rinishda tasvirlayotgandik. Xo'p. Demak, masalan, ishlab chiqarishda ba'zi bir demak geometrik figuralar tasvirlashimiz uchun bool operatorlaridan ham foydalanishimiz mumkin. Bool operatorlar nima qiladi? Masalan, a bilan b, a-imiz masalan mana shunday ko'rinishdagi silindr deymizmi, o'sha narsa bo'lsa, b-imiz mana bu ko'rinishdagi sfera. Ikkovining birlashmasi mana bunday ko'rinishda bo'lishi mumkin. Demak, intersection bo'layotgan paytda ikkovining kesishmasi mana bunday ko'rinishda bo'lishi mumkin. Demak, farq qilayotgan paytda a dan b ning farqini oladigan bo'lsangiz, mana bunday ko'rinishda bo'lishi mumkin. Endi mana shu narsalar bog'lanishini mana shunday qilib bog'lasak, mana bu narsani bitta qilib tuzishimiz mumkin. Xo'p, endi masofa funksiyalari qanday qilinadi? Xo'p, ba'zi holatlarda demak bu turdagi qiymatlarning o'rniga biz demak sohalarni bir-biriga birlashtirish uchun, blend qilishimiz uchun biz masofalardan foydalanamiz. Xo'p, distant funksiyalar nima? Demak ixtiyoriy bitta nuqtadan, ixtiyoriy bitta joydan demak eng kichik masofa bo'ladi. Demak o'sha qarayotgan obyektimizgacha bo'lgan joy. Mana shu narsani aytamiz. Ba'zi bir holatlarda bu minusdan bo'lishi mumkin, lekin o'zi masofa funksiyasi musbat bo'lishi kerak. Bu yerda manfiy ham bo'lishi mumkin debdi. Xo'p, mana bunday ko'rinishda. E'tibor qiling. Ikkovi o'rtasida masofa bor. Ikkovi o'rtasida masofa yo'q, bir-biriga ulangan. Mana shunday ko'rinishda oxirida bitta bo'lib ketgan. Sekin masofani birlashtirib, ikkovini bitta qilib tasvirlagan. Mana shunday ko'rinishda. Xo'p, endi qanday qilib mana shu narsani distance funksiyalarini tasvirlaymiz, ya'ni tushunamiz. Mana shu narsani hozir ko'rib chiqamiz. Endi yuqorida biz oldingizda ko'rdik. Bu yerda tushunish saligini qiyinroq. Mana bu yerga o'tib, o'sha narsani tushuntirsak, menimcha yaxshiroq bo'ladi. Demak, asosiy e'tibor qilishimiz kerak bo'lgan narsa bu yerda biz yuqorida Beersning kurslarini, ya'ni egri chiziqlarini tushuntirdik va t ni harakatlantiramiz. Bu yerda xuddi shunday narsa. Mana bu yerda a bilan b ikkita demak harakatlanuvchi chegara berilgan. Tasavvur qiling, mana bu chegara berilib turibdi. Bu yerda bu turibdi. Endi
O'sha narsani mana bu yerda tasvirlasangiz, bu tomoni kichikroq, bu tomoni kattaroq. Shuning uchun mana bu 0 dan katta, bu yerda. Endi bu yerda bu tomonni kattalashtirgan, bu tomonni kichiklashtirgan. Xo'p. Endi ikkovini birlashtirgan paytimizda mana bu linear interpolation deyiladi. Ikkovini bitta qilib yuboryapmiz. O'sha payt bitta qilgan paytimizda mana bu tomon soha hosil bo'ladi. Sababi mana bu A mana bu yergacha desa, B bu yergacha deyapti. O'sha yerda mana bu joy mana shunday ko'rinishda qolyapti. Qolgan joyiga hech kim ta'sir qilmagani uchun mana bu yer shunday ko'rinishda bo'ladi. Endi mana bu narsani shunday qilib tasvirlash mumkin. O'shani bitta operator deb ataymiz. Endi bu narsa mana bu holatda juda ham sodda. Mana bu yerda ham o'sha narsaga o'xshagan narsani aytyapmiz, lekin sodda holat bo'lgani bilan, demak, haqiqiy hayotda juda ham murakkab bu narsalar qilish. Mana bu yerdagi narsani qilish juda ham murakkab. Xo'p, endi biz aytdik, birinchi demak shaklni tasvirlash demak parametrsiz bo'lishi mumkin. Unga demak ikkita narsani ko'rsatdik. Bular demak yana bo'linishi mumkin. Demak oshkor ravishda va yashirin ravishda. Mana bu narsani parametrsiz yashirin ravishda qilish mumkin emas. Bunga funksiya bo'lgani uchun. Xo'p, parametr bo'lgan payt asosan ko'proq parametr ishlatamiz dedik. Splinelar bilan ishlatishimiz mumkin, subdivisionlar bilan ishlatishimiz mumkin, algebrailik sohalar bilan ishlatishimiz mumkin yoki bul algebrasi yoki bul o'zgarishlar orqali demak quruvchi demak geometriya bilan shug'ullanishimiz mumkin, ya'ni qurishimiz mumkin, qaysi narsalarni tashkil topganini qurishimiz mumkin deb aytdik. Endi xo'p, yana bu yerda boshqa bitta metod aytamiz. Level set metodi degan tushuncha bor. Ya'ni bu yerda endi demak setlarning demak darajasiga qarab o'rgatiladi. Xo'p, bu ham demak implicit, ya'ni oshkor yashirin ravishda nima qilamiz? Bu narsalarda bir nechta demak yaxshi xususiyatlari bor. Birinchisi, qilishimiz kerak bo'lgan narsa, masalan, merging qilgan paytimizda yoki splitting qilayotgan paytda juda ham yaxshi. Ya'ni merging qilayotganda ikkovini birlashtiramiz, splitting qilayotgan paytda ajratamiz. Xo'p, faqat demak yopiq shakllarda, ya'ni yopiq formalarda demak yopiq formalarda demak mana bu murakkab shakllarni demak tasvirlash qiyin. Xo'p, buning o'rniga biz odatda demak katta ko'rinishdagi qiymatlarni saqlaymiz. Mana shu katta ko'rinishdagi qiymatlar bizga mana shu narsalarni approksimatsiya, ya'ni taxminan topib beradi. Mana bu yerda ham shu narsani aytyapmiz. Mana bunday qilib chizadigan bo'lsa, qanday qilib ikkovini bir-biriga nima qilish mumkin. Va endi bu yerda asosiy narsa mana bu yuza interpolatsiya qilingan vaqtda interpolatsiya qilingan joylarda demak ularning yuzani qiymatlari 0 bo'ladi. Mana shunday ko'rinishda aytishimiz mumkin. Bu nima qiladi? Bizga mana bu narsani umumiyroq demak o'sha shakl ustida demak nazoratni qilishimizga yordam beradi. Ya'ni osonroq mana shu narsani qilishimiz mumkin bo'ladi. Bo'lmasam mana bu yerdagi narsalarni aks holda qilish qiyin bo'ladi. Shu narsa uchun shunday aytyapmiz. Xuddi shu narsani CT bilan MRI larda qilgan. Xo'p, CT degani nima degani? Kompyuter tomografiyasini biz CT deymiz, qisqartirib. MRI degani bizda MRT deydi, o'sha MRT rasmlari. Bu yerda undan tashqari mana bu o'zining rasmlarini ham aytish mumkin. Xo'p, bu yerda ham shu narsani enkod qilgan. Qanday qilib? Mana bu hujayralarning zichligini tasvirlash uchun. Mana shu orqali men hujayralarni qurib, mana bu yerda nima bor, bu yerda nima bor, o'sha narsalarni nima qilgan. Mana shu demak level darajasida, demak set darajasida, set darajasidagi encoding qilish deyiladi. Xo'p, endi bog'langan demak tasvirlashlar, voksellar deymiz. O'sha narsalarni ko'rib chiqamiz. Qanday qilib bir-biriga bog'langan o'sha narsalarni ko'rib nima qilamiz. Xo'p, birinchi binar ko'rinishda thresholding qilamiz. Demak volumetric grid. Endi volumetric grid degani demak uch o'lchovli jadval. Biz nimani ko'rgan paytimizda, matrisalarni ko'rgan vaqtimizda, ya'ni ikki o'lchovni ko'rgan paytimizda oddiy biz mana bunday ko'rinishdagi to'g'ri turtuvchi shakldagi narsadan foydalangan bo'lsak, mana bunday narsadan foydalangan bo'lsak, endi mana bo'yi degan bo'lsak, endi bu yerda chuqurligi degan narsa ham kiritiladi. Volumetric deganda mana shunday ko'rinishda. Xo'p, mana bunday ko'rinishda hosil bo'ladi. Aytiladi, chuqurlik ham bo'ladi shunda. Mana bu narsani shunday aytamiz. Keyin endi eng asosiy narsa threshold qo'yish deganda aytamiz, bitta qiymatdan katta bo'lsa, mana bunday rangda bo'lsin, mana bunday qiymatdan kichkina bo'lsa, mana bunday rangda bo'lsin deb threshold qo'yish orqali
alohida ajratib tashlaymiz. Masalan, mana bu yerda qizil rang bilan oddiy rangda ajratayotgan paytimizda qizil rangning darajasini qayergadir yetgan paytda ikkovini bitta qilib mana shunday qilib ajratib qo'yapmiz. Mana shunday ko'rinishda. Mana bu jadval ko'rinishda hosil bo'lyapti. Endi ikki o'lchovda tasvirlab, uch o'lchovda tasvirlash qiyin. Endi uch o'lchovda mana bunday ko'rinishda bo'lyapti. Mana bu haqiqiy quyon rasm bo'lsa, quyon rasmni hosil qilayotgan payt mana bunday qilib qayerda qiymat katta bo'ladigan bo'lsa, mana buni bironta qiymatdan katta yoki kichikligiga qarab mana bunday ko'rinishdagi soha ajratib qo'yishimiz mumkin. Hop, endi bu ham implisitga parametrsiz ko'rinishda bo'ladi. Mana buni olib o'tishimiz mumkin. Threshold orqali qilgan narsamizda mana shunday ko'rinishda. Endi sun'iy intellekt bilan geometriyani birlashtirish masalasi. Endi bu asosiy darsning mazmuni. Mana shu paytgacha ko'ringan narsalar algebrada, geometriyada, xususan topologiyada, algebraning demak chiziqli algebra deymiz yoki abstrakt algebra ularda demak mavjud edi va computer vision sohasida shu o'tgan asrgacha bo'lgan mavjud bo'lgan narsalarni ko'rib chiqdik, qanday qilingan, nima qilgan. Endi bu hozirgi kunga keltirib chiqarganlari deyarli bu yerda hozir o'rgangan narsalamizda yo'q. Hammasi yaxshi o'rganilgan, matematik tomondan, boshqa tomonlardan o'rgatilgan. Qanday qildi? Endi biz o'shanga AI ni qo'shib biz demak, mana shunga AI bilan geometriyani bir-biriga bog'lab, o'shani ko'rib chiqamiz. Hozir birinchi ungacha ham ko'radigan narsamiz to'plamlar bo'lishi kerak, modelimizni o'rgatishimiz uchun. O'shaning uchun birinchi to'plamlar haqida o'rganib chiqamiz. Birinchi ko'radigan narsamiz benchmarklar haqida gaplashamiz. Xo'p, benchmark nima degani? Bu ham oddiy data set hisoblanadi. Faqat hammaga ma'lum bir data setlarni benchmark deymiz, hammaga chiqarib qo'yilgan bo'ladi. Bu masalan hozir ko'rayotganimiz demak modellar bor 1814 da. Faqat shu yerda bitta narsaga e'tibor qiling. Biz bu yerda model deganimizda mana bu yerda rasmni biz model deymiz. Xo'p, xuddi o'sha narsani biz sun'iy intellektda ham model deymiz. Yoki Gaussda ham olib yerning modeli deymiz. Bu yerda mana bu yerda obyektlarning modeli qaralyapti. Sun'iy intellektdagi neural network modeli emas. Hop, 2004-yilda mana shunday ko'rinishda nima bo'lgan? 182 ta kategoriyalarda bo'lgan ekan. Hop, 2014-yil bugacha bo'lgan ba'zi bir to'plamlar haqida hozir birinchi gaplashib chiqamiz. Birinchisi benchmark nomi, hop, typelari, modellar, klasslar soni, o'rtacha har bir klassga nechta obyekt bor. Bu narsalarni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda e'tibor qiladigan narsa nima? E'tibor qiladigan narsangiz obyektlar soni juda kam. Bor yo'g'i 8900 ta yoki eng ko'pida 10000 ta demak obyekt bor yoki model bor yoki rasm bor. Nima desangiz ham aytishingiz mumkin. Hop, demak typelar generic, watertight, articulate, cat va hokazo. Endi savol tug'ilishi mumkin, nima narsa bu narsalar desangiz, typelarni biz ham demak chuqur bilmaymiz. Faqat o'sha narsalarni ko'rib, har birining o'sha qo'llaniladigan sohasini ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Hop, endi keyingisi 3 ta obyektlar uchun to'plamlar. Demak, katta demak hajmdagi miqyosdagi demak sintetik to'plam bor. Buni ShapeNet deymiz. 3000 ta model bor. Hop, modelnet degani bor. O'sha ShapeNetdan qisqartirib olingani. ShapeNetning demak core qismi bor, asos qismi bor. Bu 50 ta rasmdan iborat. Har biri demak 55 ta kategoriyada bor. Bular hammasi 2015-yil chiqqan. Demak, yetarlicha eski modellar. Undan tashqari 800 mingta, 10 milliontadan iborat bo'lgan ikkita OGB Verse bilan OGB XL degani bor. Bular ham alohida to'plamlar. Undan tashqari obyektlarni sken qilish bo'yicha bor. Mana bu yerda 10 mingta demak 441 ta modeldan tashkil topgan. Hop, undan tashqari videolar bor, xuddi shunday CO3D degan videolar bor. Bu demak 50 ta kategoriyalarda 2021-yil chiqqan. Endi bu yerda obyektlardan demak qismlarga o'tish. Xo'p, obyektlardan qismlarga o'tish o'zi bitta masala. Bu yerda WordNet degan taksonomiya bor. Xo'p, WordNet taksonomi nima? WordNet taksonomi bu ImageNetning o'zida ham bor. ImageNetni klasslarga ajratayotgan paytimizda, masalan, bitta rasmda ikkita, uchta narsa bo'lishi mumkin-da. Masalan, bitta rasmda ikkita obyekt bo'ladigan bo'lsa, o'sha narsani qanday qilib ikkita qismga ajratish mumkin? Mana shu narsalarning taksonomiyasi bor. O'sha narsani qanday qilib qismlarga ajratishni demak taksonomiya deymiz. O'sha yerda demak xalqaroda WordNet degan taksonomiya bor. O'shanga ko'ra mana bu yerda hozir ko'ramiz, masalan, Civil chair degan narsa bor. E'tibor qilgan bo'lsangiz,
swivel chair that swivels on its base. Nomi shunday. Swivel chair degani, demak, mana buni ustida turadi, aylanadigan narsa. Mana buni base deymiz, asos deymiz. O'sha asosning ustida aylanib turadigan narsa. Xo'p, demak, gipernomlari, hypernomlari chair o'zi aslida demak chair degani kreslo deymizmi endi o'zbek tilida, kursi deymizmi, nima desangiz ham o'sha mana bu narsa. Keyin bu o'tirish uchun mo'ljallangan. Keyin bu mebel, undan keyin aytishingiz mumkin ofis mebeli, keyin uyda saqlanadi va hokazo. Mana shunday qilib kattalashtirib ketaverishingiz mumkin. Mana bu o'sha hypernomlar. Xo'p, qismlari masalan mana bu e'tibor qilayotgan bo'lsangiz swivel chairda mana bu tomonni backrest deymiz. Mana bu backrest, ya'ni orqa dam olish joyi. Keyin mana bu joyini o'rindiq deymiz. Mana o'rindiq. Keyin mana buni asos deymiz. Keyin oyog'i bor mana bunday ko'rinishda. Keyin mana bu nimasi bor? Undan tashqari g'ildiragi bor. Endi mana bu o'rindiq haqida gaplashadigan bo'lsak, o'rindiqning o'lchami 50 ga 45, ya'ni 5 santimetrdan tashkil topgan, materiali foam, demak, bu foam degani qisqasi o'kak deymiz o'sha narsa. Fabrik tarjimasini bilmadim nima narsa. Keyin endi fabrik degan tushunamiz. Mana bu rezinda menimcha fabrik deb aytyapti. 5 kilogramm. Keyin funksiyasi mana shu nimani odamni o'tirgan payt ustida o'tirish, ya'ni saport qilish. Endi xuddi shunday mana shuning oyoq narsasi boshqa joylarda ham bor. Masalan, mana bu arabada g'ildirak bo'lishi mumkin, yana boshqa turdagi stollarda g'ildirak bo'lishi mumkin, yoki mana bunday bolalar belanchagida g'ildirak bo'lishi mumkin, mana bunda g'ildirak bo'lishi mumkin. Demak, ular bir-biriga bog'langan. Endi mana shunday datasetlar bor. 3D datasetlar obyektning qismlarini mana shuni tasvirlaydi. Masalan, mana bu narsalarni yaxshigina demak tasvirlangan, ajratib chiqilgan partnet degani bor. Hop, bu instance levelda, ya'ni har bir obyektga alohida qilingan, undan tashqari demak iyerarxiyasi ham qurib chiqilgan. Hop, demak bu yerda boshqa narsalar. Endi bular bilan alohida ko'rishingiz kerak. 2019-yil chiqqan ekan, bularning ichini ko'rib, aynan nimalardan tashkil topgan, nima qilgan. Bu demak alohida har bir odam uchun vazifa bo'lishi mumkin. Xo'p, endi uyning ichi uchun, ya'ni uch o'lchovli demak sahnalar. Uyning ichida qarang, e'tibor qilgan bo'lsangiz yuqoridan ko'rsatilgan. Mana shunday ko'rinishda. Mana bu yerda demak uyning qaysi qismlari yo'q, o'shalarni masalan to'g'rilash mumkin. Xo'p, yana o'shanga o'xshagan rasmlarda 2,5 millionta bor va hokazo. Endi bu 2017-yilda chiqqan narsalar, hozirgi kunda demak bu narsalar ham demak qaysi tomonda eskiryapti. Xo'p, endi geometriya bilan EA'ni bog'lab, mana shuning ustida bir masalalar qurib, ya'ni masalalar qo'yib, o'sha masalalarni aniqlab ishlashimiz demak sun'iy intellekt orqali geometriya bilan ishlashimizga aytamiz. Xo'p, endi bu yerda bir nechta turdagi rasmlar qilishimiz mumkin. Masalan, generativ modellar qurishimiz mumkin. Masalan, bironta generativ model quramiz. Bu demak shape'ni nimasini aniqlab berish mumkin, periodni. Yoki bironta shape'ni generatsiya qilib berish mumkin. Yoki shape'ning biron joyi qolib ketgan bo'lsa, o'sha narsani to'ldirib berish mumkin. Yoki geometrik datalarni qayta ishlash mumkin. Xo'p, discriminative model qurishimiz mumkin. Shape'ni descriptionini aniqlab beradi. Shape qanday turdagiligini aniqlab beradi. Yoki uni ma'lum bir qismlarga ajratib beradi. Masalan, stolning o'rindig'i qayerda, oyog'i qayerda. View estimation deganda qaysi tomondan qarayapti? Masalan, oldi tomoni qaralab turibdimi, orqa tomondan qarayapmizmi masalan? O'sha narsalarni ko'rsatib beradi. Endi modellarni birlashtirishimiz mumkin. Ikki o'lchovli modellar va 3 o'lchovli modellarni. 2 o'lchovli modellarni o'rgatib turib, 3 o'lchovlida ishlatishimiz mumkin. Hop. Demak, proyeksiya qilishimiz mumkin yoki proyeksiyani iziga qaytarishimiz mumkin. Demak, hosillanuvchi demak shunday narsalar qilishimiz mumkin. Endi differentiable projection deganda demak hosilali demak proyeksiyalar qilishimiz mumkin yoki hosilali izimizga qaytishimiz mumkin o'sha proyeksiyalardan. Hop, undan tashqari multimodal demak modellar bilan foydalanishimiz mumkin yoki tekst kiritilsa, o'sha tekstga mos bironta stolni yaratib berish mumkin. Generativ modellar yoki stol berilsa yoki bironta shunday 3 o'lchovli rasm berilsa, o'shanga mos masalan nimasini yaratib berish mumkin. Masalan, bitta obyekt turibdi, o'sha obyektni haqida bironta matn yaratib berish mumkin. Bunga o'xshagan narsalarni biz multimodal deb aytamiz. Bu albatta vizual narsalardan, vizual ko'rinishdan keyingi o'rnida turadigan narsalar.
Keyingi darslarimiz o'sha multimodal language modellar haqida yoki vision language modellar haqida ham ozroq gaplashamiz. Xo'p, endi bitta narsani bir nechta tomondan ko'rish mumkin. Mana bu yuqorida aytdik. Mana bu yerda hozir stolda aylantirsak boshqa narsa ko'rinadi. Salgina qimirdasangiz ikki o'lchovlida butun boshli piksellar, mana bu yerdagi hamma piksellarning qiymati o'zgartiriladi. Bu alohida rasm bo'ladi. Yana ozroq o'zgartirsangiz, yana ozroq o'zgartirsangiz, yana qayta bo'ladi. Endi mana shuni hosil qilishimiz uchun mana bunday qilib kamerani shunday aylantirib qo'yib chiqamizda bitta obyektning butun boshli tomonlarda, masalan, 3 ta tomondan olib 180 gradusdan 120 gradusdan 3 ta tomondan olishimiz mumkin. Demak, 4 ta qisib 360 gradus bo'lsa, demak 90 gradusdan olishimiz mumkin. Va hokazo. Mana shunday qilib kameralarni qo'yib chiqamizda birinchi ko'rinish, ikkinchi ko'rinish, uchinchi ko'rinish deb endi alohida ko'rinishga ajratib chiqamiz. Bu 2015-yilda bo'layotgan narsalar. Undan keyin har birini alohida convolution modeliga quramiz. Ya'ni bitta model bo'lib, o'sha convolution modeli qo'yamiz. Bu bizga nima qiladi? Har bir rasmdan alohida rasmning, demak, image'larning, demak, rasmlarning, demak, alomatlarini ajratib beradi, chiqarib beradi. Undan keyin qiladigan narsamiz, ularni hammasini olib pool qilamiz. Ya'ni pooling qilganda mana shunday qilib bitta qilib joylashtiramiz. Endi view pooling deymiz. Bu yerda element bo'yicha pooling qilish mumkin yoki max pooling bo'lishi mumkin. Mana shunday qilishimiz mumkin. Element bo'yicha, demak, max pooling, demak, hammasi bo'yicha viewlar bo'yicha mana shunday max pooling qilib, mana bunday qilib, mana bu hamma pooling, demak, chiqqan qiymatlardan mana shunday ko'rinishga hosil qilishimiz mumkin bo'ladi. Endi keyingisida softmax qo'llaymizda, ikkinchi CNN, yana bitta CNN bo'ladi. Bu CNN nima qiladi? Bizga o'sha qiymatlarni hammasini bir-biriga bog'lab beradi. Softmax qo'yib, oxirida softmax qo'yganimizdan keyin mana bu nima narsa? Stol deb aytishimiz mumkin bo'ladi. Endi bitta bir tomondan qarab stol degan aytishimiz mumkinmi desa, bir tomondan ham qarab aytish mumkin edi stol degan. Endi o'sha narsani bir nechtasini qo'llab stolnigina aytish haqida o'sha masalani ko'rgan 2015-yillarda. Hop, o'sha yerda aniqlik qanday bo'lgan? Non deep debda, demak, hech qanday deeplar, demak, chuqur bo'lmagan holatlarda 68-33%, demak, aniqlik ko'rsatyapti. Endi 12 ta view bo'lgan payt, ya'ni 12 ta kamera qo'yilgan payt 89%. Hop, 80 ta view qo'ygan payt 90%. Deyarli hech qanday farq yo'q. 1% ham farq yo'q. Ya'ni viewlar soni ko'paytirganman, natija o'zgarmayapti. Mana shunday ko'rinishda aytishingiz mumkin. Hop, endi demak, ko'p ko'rishda, demak, tasvirlash. Hop, bu narsa bizga yaxshiroq natija beradi odatda. Ya'ni aniqlikni oshiradi. Hop, bu yana nima qilib beradi bizga? Juda ko'p, demak, rasmning tomonlarini image klassifikatsiyasi uchun qilib beradi va bu narsa bizga modellarni pre-train qilish uchun, ya'ni featurelarni ekstrakt qilib olishimiz uchun modellarni o'rgatishimizga kerak bo'ladi. Hop, bunga endi apressiya kerak. Agar rasm shovqinli bo'lsa yoki to'liq bo'lmasa yoki nuqtali bulutlar ko'rinishida bo'lsa nima bo'ladi? Mana shu narsalar, demak, asosiy masalalardan biri bo'ladi. Masalan, piksellarimiz turibdi, o'shandan voksellarga o'tish. Masalan, bitta ko'raylik. Demak, 3D convolution deep belief networkslar bor. Demak, nomi shunday, convolution deep belief networklar. Hop, buni 3D rasmni qo'yamiz, 3D rasmni kirityapmiz oddiy ko'rinishda. Hop, buni 48 ta filtr. Endi bu arxitekturani to'lig'icha ko'rsatyapti 3D ko'rinishdagi. Mana bunday ko'rinishda arxitektura va hokazo shunday chiqyapti. Oxirida obyektning labelini ko'rsatyapmiz. Labelni ko'rsatganimizdan keyin, demak, labeldan, demak, 1200 ta buni chiqaryapti. Mana bu 4000 ta qiymat chiqaryapti. 4000 ta qiymatdan mana bunday ko'rinishda obyektlarni hosil qilishga harakat qilyapti. Bu ham, demak, 2015-yillarda bo'lgan narsalar. Endi bu yerda e'tibor qiladigan bo'lsangiz, mana bu stolni olayotgan payt mana bunday qilib stol mana shunday ko'rinishda qiymatlarni tashkil topgan, voxel ko'rinishda, mana shunday ko'rinishda mana shuni hosil qilishga harakat qilyapti. Mana bu yerda generative modellar haqida ham nima qilyapti? 2015-yilda bu yerda yana o'sha shape classification and retrieval results. Mana nightstand, demak, mana shunday ko'rinishda narsalar, tablelar, demak, stollar, desklar, hammasini stol deyapmiz. Demak, karavatlar, yotish karavatlari, demak, stullar, demak, tualet nimalar, bathroom va hokazo. Mana shu, demak, generative modellardan qilingan narsalar.
Hop, o'sha paytda demak 2015-yil, 2016-yillarda 3D demak generativ adversarial neural networklar moda bo'lgan. Ya'ni o'sha paytda trendda bo'lgan. O'sha narsalar orqali mana bunday 3D o'lchovdagi narsalarni nima qilgan, shape kodini bersa, mana 3D rasmda generatsiya qilib bergan mana shunday. Endi 3D rasm generatsiya qilgandan keyin 3D rasmda biz 2 rasmda generatsiya qilishimiz mumkin mana bunday ko'rinishda. Yoki 3D rasm bo'lsa, differentiable projectiondan foydalanib pointlarni ko'rganimizdan keyin unday qilib ikki o'lchovdagi rasmni hosil qilishimiz mumkin. Bu yerda shape kodi berilgan xolos. Mana shunda demak ikki o'lchovli, uch o'lchovli rasmlar hosil qilib olishimiz mumkin. Hop, endi viewpointni identifikatsiya qilish, ya'ni nima qilinadi? Qaysi tomondan qarayapsiz? Masalan, bitta tomondan kamera olinganda, o'sha kamerani ozroq o'zgartirgan paytimiz o'sha rasm qanday bo'ladi? Mana shu narsani ko'rish. Mana qarang, mana bu yerdan olingan, ozroq o'zgartirgan, ozroq o'zgargan, ozroq o'zgargan. Demak, bu tomonga qarab turdi, keyin salgina o'zgardi, keyin bizga qaradi, keyin bizga qaytdi. Endi shaklni o'zgartirish. Masalan, oldi mana bunday o'lchov, demak, stol bo'lsa, endi mana bunday o'lchov stol bo'lsa qanday bo'ladi? Bunday stol bo'lsa qanday bo'ladi? Bunday stol bo'lsa qanday bo'ladi? Texture, rangni o'zgartirish. Oldin mana bunday rang edi, bunday rangga o'zgardi, bunday rangga o'zgardi. Demak, ko'rinish xuddi shunday mashinalarda, shape mashinalarda, texture, rang va hokazo. Hop, interpolatsiya qilish. Demak, interpolatsiya qilayotgan paytingiz mana rasmni har xil demak ko'rsatishingiz mumkin. Texture, demak, ikkovi ham rang qilyapsiz, ham o'lchovni o'zgartiryapsiz. Va hokazo. Bu 2018-yillarda qilingan narsalar. Hop. Endi Octave 3 representation bor. Endi Octave 3 degani Octave degan nima shakl bor. O'sha shakl yordamida daraxtlar quriladi. O'sha orqali tasvirlar shakllantiriladi. Demak, bu sohaning yuzalarida demak signal ko'rinishda yoki demak sparse degani tarqatilib ketgan, sochilgan demak zich bo'lmagan demak yuzalarning signallari ko'rinishda nima qilamiz? Bu yerda demak hisoblayotgan paytimizda demak faqat yuzlarida hisob-kitob bo'ladi. Mana shu narsani ko'rsatyapmiz. Mana bunday ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa, buni bunday ko'rinishda tasvirlash mumkin. Oct3 nima? Recursively demak rasmni nima qilayotgan paytda demak sohani demak rekursiv ravishda qismlarga ajratib chiqadi. Mana bunday bo'ladigan bo'lsa, bunday qismga ajratadi, keyin buni bunday qismga ajratadi. Hokazo. Mana bu rasm DenseNet 3D Convolution mana bunday qilib qismlarga ajratilgan. Mana bunday ko'rinishda. Mana bunday ko'rinishda bu tomondan qarasangiz, yana boshqa tomondan qarasangiz ham boshqacha ko'rinishda bo'ladi. Oct3. Xo'p. Hop, memory efficiency degani, ya'ni xotiraning effektivligi qanchalik, samaradorligi qancha. Mana shu narsani ham ko'rib chiqamiz. Hop, endi bu yerda gigabayt ko'rinishda ko'rsatyapti. 16.3 xotirada ancha joy egallab, 32.3 gigabayt. Mana bu yerda e'tibor qilgansiz 6 gigabaytgacha chiqib ketyapti. Mana bu yerda mana bu narsani nimaga qo'ygan ekan? Hisob-kitob rezolyutsiya demak o'lcham ekan. 16 ga 3 degani o'lchami 3 tomoni ham 16. Mana bu 3 tomoni ham 32, 64, 128, 256. E'tibor qilgan bo'lsangiz 6 gigabaytgacha ketyapti xotira. Octave seriallarga kelgan payt 6 gigabaytgacha boryapti mana bu holatda. Bular hammasi voxel seriallarda mana bu yergacha kelgan. Hop. Hop, endi undan keyingisi Oct3 Generating Networks. Demak, 3D mana bu demak murakkabligi n'ning kubi bo'ladi, o'shani rekonstruksiyadan qochish. Hop, demak tasvirlayotgan paytda shakllarni Oct3 tasvirlashi qanday bo'lyapti? Mana shu narsani biz oldin ko'rsatdik. Mana ground truthimiz 1 bo'ladigan bo'lsa, endi mana bunday ko'rinishda aytamiz. Prediction mana shunday ko'rinishda bo'ladi. E'tibor qilgan bo'lsangiz, mana shu narsani xuddi shunday birda mana bunday chizgan. Mana qismlarga ajratgan, yana qismlarga ajratgan, keyin mana shunday ko'rinishda birinchi daraja, ikkinchi daraja, uchinchi darajada qilib qismlarga ajratgan. Mana bu 32 o'lchovli bo'lsa, bundayga 32, bundayga 32, keyin ichkariga ham 32. Mana bu 64 ta, mana bu 128 ta. Mana shunday ko'rinishda alohida qilingan. Hop, Eulerian'da demak Lagrange ko'rinishga o'tish, Lagrangian. Ya'ni hozir ko'ramiz, Euler nima, Lagrangian nima. Hop, pointlet. Pointlet bu cloudlarda o'rganish. Mana bu yuqorida ko'rdik.
mana bu ikki raqami turibdi, nuqtalar tashkil topgan uchinchi yo'lida. O'sha nuqtalardan biz tushunyapmiz mana bu qaysidir ma'noda 2 deganligini. Endi PointNet degan modelni qo'ysak, buni obyektlarni klassifikatsiya qilishimiz mumkin. Obyektlarni qismlarga ajratishimiz mumkin. Mana bu yerda rasm turibdi. Segmentatsiya qilishimiz mumkin va hokazo. Xo'p. Bu narsa bizga nima qiladi? Bir aniq bir qoidaga ega bo'lmagan nuqtalarni ham boshdan oxirigacha yaxshi o'rganishimizga yordam beradi. Undan tashqari umumiy bitta birlashgan demak framework bo'ladi har xil demak masalalar uchun. Xo'p, masalan PointNetda nima qilamiz? Mana bu mug, mana bu table, mana bu demak mashina. Mana shularni mana shunday ko'rinishda tasvirlab hosil qilishimiz mumkin, segmentatsiya qilishimiz mumkin. Mana segmentatsiya qilayotgan paytda demak samolyot segmentatsiya qilyapti, qanotlarni alohida, o'rta oyoqlarni alohida, demak o'tiradigan joyda alohida. Mana shunday ko'rinishda segmentatsiya qilish mumkin. Hop. Endi invariantliklar haqida yoki invariancelar haqida aytyapmiz. Hop, invariance degan nima degan? O'zgarmaslik kerak ba'zi bir holatlarda. O'sha narsalarni aytamiz. Hop, model ba'zi bir narsalarni demak nuqtali bulutlarga nisbatan saqlab qolish kerak. Mana shu narsalarni ko'ramiz. Bu degani nima degani? Nuqtalar joyi birinchi almashgan paytda natija o'zgarmasligi kerak. O'sha narsani ingliz tilida point permutation invariance deymiz. Ya'ni modelga kirayotgan qiymatlar odam nuqtai nazaridan o'zgarsa ham, odam tushunadigan nuqtai nazaridan o'zgartirsa ham, masalan, oldin odamning bo'yining uzunligi metrlarda o'lchayotgan bo'lsa, 1.8 qiymat kirgan bo'lsa, endi modelga 180 kirsa ham natija o'zgarmashi kerak. Sababi 180 santimetrlarda ko'riladi. Xo'p, endi point cloud demak qaralayotgan paytda demak ketma-ketlik holatda tartiblanmagan pointlar bo'ladi, ya'ni nuqtalardan tashkil topgan bo'ladi. Xo'p, bu narsa demak samplingga invariance bo'ladi, ya'ni output function demak chiquvchi funksiyasi mana bu geometriya o'sha qaralayotgan demak rasmning chiquvchi funksiyasi demak invariance bo'ladi. Lekin sample qilayotgan paytda emas. Mana shu narsani aytishgan. Hop, permutation invariance'ni bu yerda tushuntiryapti, qanday qilib o'sha narsani ko'rsatishdi. Demak, bu yerda f funksiya bo'lsa, f x1, x2 va hokazo xp bilan demak definition bo'yicha, ya'ni ta'rif bo'yicha teng. Mana bunday ko'rinishda max qilib qiymatlar chiqilyapti. Bu yerda endi asosiy masala qanday qilib biz umumiy bitta model qurishimiz kerak yoki funksiyalar qurishimiz kerak. Bularni o'sha neural networklar asosida qurilishi kerak. Bizga mana shu narsalarda invariantlikni saqlab qolishga yordam berish kerak yoki saqlab qolish kerak. Xo'p, simmetrik funksiyalar qurishimiz uchun qanday qilamiz? Mana shu narsalarni hozir ko'ramiz, demak neural networklar asosida. Xo'p, eng sodda demak shakli mana shu narsani qurishdi. Hamma nuqtalarni olamiz va ularni demak simmetrik operator orqali ifodalashga harakat qilamiz. Yoki buni demak eng sodda ko'rinishda demak hosil qilishimiz mumkin. Masalan, mana bu yerda 1 2 3 1 1 1 2 3 2 3 2 4 mana bu yerda har birida maksimalni olamiz. Masalan, bundan maksimal olsangiz 3, bundan maksimal olsangiz 1, bundan maksimal olsangiz 3, bundan maksimal olsangiz 4. Mana shu yerda negadir 2 qatnashmay qoldi. Mana bu yerda 2 ham qatnashgan bo'lishi kerak edi. Qaysidirlar faqat 2lar qatnashgan, o'sha yerda maksimal olsangiz 2 bo'ladi. Natijada 2 3 4 bo'ladi. Mana shunday ko'rinishda olishingiz mumkin. Mana shu demak natijada bizga nimani beradi. Hop, endi undan keyin mana y olyapmiz, g ni qo'yapmiz, har bir chiqayotgan qiymatlardan maksimalni olyapmiz. Natijada mana bunday ko'rinishda va bu yerga yana bitta qiymat qo'yib PointNet vanillani hosil qilyapmiz. Hop, natijada bu bitta yo'li, endi ikkinchi yo'li bor. Graf neural networklar bor. Biz bu haqida o'tmadik. Graf neural networklar haqida. Modellar qurayotgan paytda graflarga asoslanib quramiz. Oldin shu paytgacha modellar qurayotgan paytimizda mana bunday ko'rinishda bo'lsa, mana x1 x2 qiymatlar kelgan. Ular bir-biriga bog'langan va bundan mana bunday narsalar chiqqan deb o'rganayotgandik. Endi bu yerda salgina boshqacharoq bo'ladi. Nuqtalardan tashkil topgan bo'ladi. Mana bu nuqtalar, mana x1, x2, x3, x4 nuqtalardan tashkil topgan bo'ladi. Bular nuqtalar deymiz. Bu nuqtalarda nodlar deb ataymiz. Yoki nodlarda
qisqasi not deb ataladi mana bu narsalar. Shu notlar deb ataymiz. Xo'p. Demak, mana bu narsalar edge'lar, burchaklar deymiz. Endi o'sha orqali modelni o'rgatamiz. O'shanday maxsus modellar bor, graf neural networklar bo'ladi. Mana shu orqali demak, mana bu berilgan obyektlarni edge convolutionlar yordamida modelga o'rgatishimiz mumkin bo'ladi. Hop. Masofa funksiyalari. Endi distance matrix deganda o'sha masofa funksiyalarini aytishimiz mumkin. Point cloudlarga, ya'ni obyektlar o'rtasidagi masofalarga qarab aytamiz. Chamfer distance deyiladi. Ikkita obyekt o'rtasidagi masofa quyidagicha aytiladi. Chamfer distance demak x bilan y ning minimalini olamiz. Mana uni demak bu yerda bitta narsani nima qilish kerak? Mana bu yerda x s1 dan olinyapti, y s2 dan olinyapti. Ko'yim 3 o'lchovlida olayotgan paytda S2 bo'yicha minimallashtiramiz, minimalni olamiz. Mana bu S2 y qo'yamiz, minimalni olamiz. Mana bu kvadrati bo'ladi. Bu yerda ellik distans deymiz. Ellik distans degani evklit metrikasi. Shunday deylik, evklit metrikasi, mana shu evklit yoki Pifagor teoremasi bor, o'sha narsa. Mana bu yerda turgan narsa. Endi S2 obyekt bo'yicha, ikkita obyekt bu. Mana bu S1 bilan S2 obyekt. S2 obyekt bo'yicha mana buni minimalni topamiz. Keyin ular hammasini yig'ib chiqamiz S1 bo'yicha. Mana bu yerda xuddi shuning teskarisi. S1 bo'yicha minimalni topamiz. Minimal masofalar topamiz. Mana bu bo'yicha yig'ib chiqamiz. Bundan tashqari Morse distance bor. Bu ham bitta o'lchov. Bu bo'yicha ham qilish mumkin. Va mana shunday ko'rinishda demak modellarni nima qilishimiz mumkin. Bu Seyberg 2016-yil chiqqan. Albatta endi bu narsalarda tushunib, aynan yanada chuqurroq o'rganish uchun mana shu sohada mutaxassis bo'lish kerak xolos. Shu sohani o'rganib, aynan o'sha sohada maqola chiqarib, mana shu sohalar bilan ishlasangiz alohida bo'ladi. Endi bu soha ham ancha rivojlanyapti. Aynan oxirgi 2 yilda, shu 2023 yil, 2024-yilda juda ham moda bo'ldi. Undan tashqari 2022 ni ham olsak bo'ladi. 2022, 2023, 2024da juda ham ko'p maqolalar aynan mana shu sohada chiqdi. Hozir demak, ko'p til modellariga ko'proq hozir e'tibor qilinyapti. Endi yana davom etyapmiz. Shu paytgacha nimalar ko'rdik? Yana takrorlash. Endi parametrik dekoderlar bor, AtlasNet degani bor. Biz dekoderlar ko'rdik, encoder dekoder arxitekturasini ko'rdik. Masalan, latent shakldagi tasvir beriladigan bo'lsa, o'lchov demak shaklning demak latent tasviri beriladigan bo'lsa, unga MLP qo'yib, mana bunday ko'rinishda 3D o'lchovni chiqarishimiz mumkin. Xo'p. Masalan, mana bunday narsa qiymat berilyapti. Sample 2 o'lchovlida mana bunday ko'rinishda chiqarishimiz mumkin. Yoki bu narsani bu ikkovini qo'shib mana bunday narsani chiqarish mumkin. Yoki bu ikkovini qo'shib natijada mana bunday ko'rinishdagi 3 o'lchovli demak 3 o'lchovli 3 katta demak har xil generatsiya qilingan rasmlar qilishimiz mumkin. Demak bu narsa demak 2018-yilda qilingan. Natijalar nima bo'lgan? Input image mana bu rasm, bu rasm, mana voxel ko'rinishi, point cloud shakli, atlas ko'rinishi. E'tibor qilgan bo'lsangiz, mana bu qancharoq yaxshiroq bunga nisbatan. Mana point nuqtalar bilan tasvirlasangiz juda ham yomon. Nima tasvirlanayotganini bilib bo'lmaydi. Mashinani ham nimaligini ko'rib bo'lmaydi, shunchaki nuqtalardan iborat. Agar mana bu tomoni bo'lmasa, mana buni ko'rayotgan odam bir nimaga o'xshaydi desangiz, javob bera olmasligi mumkin. Mana buni aytish mumkin. Mana buni tushunish mumkin, lekin mana buni ham tushunish mumkin. Bu nuqtalarda deyarli tushunish qiyin qoladi. Endi explicitdan implicitga biz o'tyapmiz. Qanday qilib aytishimiz mumkin? Xo'p, chuqurroq demak implicit ya'ni yashirin bo'lgan funksiyalar qanday bo'lishi mumkin? O'sha narsalar haqida nima qilyapmiz? Xo'p. Bu yerda voxel bilan demak o'sha voxellar topologiyasini qo'shyapmiz. Undan bu narsa chiqadi, point cloudlar, topologiya, demak meshlar bilan foydalanyapmiz topologiyasiz, fidelity bor, occupancy failed va hokazo. Har xil demak narsalarni qo'llab, demak mana bu yerda oshkor ravishda tasvirlagan bo'lsak, mana bu yerda demak yashirin ravishda tasvirlayapmiz. Xuddi shunday demak 2019-yilda demak nima qilingan? 3D demak 2019-yildagi natijalarni hozir bu yerda ko'rsatyapti, shunday deylik. Demak regular, irregular, mana shunday ko'rinishda har xil demak sohalar ko'rishingiz mumkin. Regular, irregular va hokazo. Xo'p,
Yana o'shanga o'xshagan natijalar, bu yerda bu natijalar hammasini ko'rib, bunda bunday chiqdi, bunda bunday chiqdi deyish, umuman olganda o'ziga yarasha o'sha maqolalar o'qish, mana shu yerdagi narsalarni tushunish talab qiladi. Biz umumiy holatda demak narsalarni aytdik. Bundan keyingi narsalar demak har xil funksiyalar kolleksiyasi, ya'ni natijalar ko'rsatilgan. Mana bu yerda ham yana natijalar ko'rsatilyapti. Hop, geometrik holatlarni nima qilish? Yana demak implementda ravishda va undan tashqari render qilish. Yana mana bu yerda ko'rsatyapti. Ray tracing haqida aytyapmiz. Hop, ACCV da chiqqan. Mana bu yerda obyektlar ko'rayotgan bo'lsangiz, mana shunday ko'rinishda ray tracing qilib, ya'ni ray tracing deganda obyektni qaysi qismi harakatlanyapti. Mana shu narsalarni ko'ryapmiz. Aynan o'sha joyi bizga muhim hisoblanadi. Demak, volume deyapti. Volume deganda biz o'sha 3D rasmni tushunyapmiz. 3D rasm demak differensial hosil olib bo'ladi. Mana shu narsani ko'rsatyapti. Mana shunday ko'rinishda ray tracing qilib, bundan hosil olsak bo'ladi. Buni qanday aytyapti? Mana C deb o'zgaruvchi olyapti. C ni shunchaki yig'indi sifatida tasvirlayapti. Mana bu funksiyani biz C ga yoki A ga nisbatan hosilasini olishimiz mumkin. Mana bu nuqtada. Shunda demak ko'rishimiz mumkin qaysi tomondan qanchalik demak qaysidir demak oldingi holatda o'sha rayimiz qanchalik demak bloklangan. O'sha narsani baholashimiz mumkin. Mana bu funksiya orqali. Keyingi segmentga qanchalik tasvirlangan. Mana bu yerda o'zi 3D o'lchovlar bilan ishlayotgan paytda kamera qo'yiladi. Kamera yorug'lik jo'natadi yoki o'sha light deymiz, o'shani jo'natadi, nur jo'natadi, light demaylik, yorug'lik demaylik, nur jo'natadi. O'sha nurdan qanday obyekt borligini tasvirlaydi. O'sha obyektlarda o'sha obyektlardagi ma'lum bir qismda harakatlanayotgan paytda o'sha narsa qayerdaligini aniqlash mumkin bo'ladi. Mana shu narsani aytyapmiz. Hop, rekonstruksiya, yana o'sha nervlar degan narsalar bor. Sintetik narsalar. Bu yerda e'tibor qilsangiz hammasi rekonstruksiya qilingan narsalar. Hop. Ya'ni generativ modellar, demak, implicit modellar bilan mana bunday ko'rinishda modellar generatsiya qilishimiz mumkin. Demak, bularni ko'rdik. Differentiable, demak, hosil olinuvchi proyeksiyalar orqali teksturlarni hosil qilishdi. Hop, endi undan keyingisi yana endi har xil tomonlardan obyektlarni olib, e'tibor qilsangiz kamera yon tomonidan olib odamning yuzini tasvirlash yoki chapga o'ngga yuzini burish. Ya'ni biz yuqorida o'zi buni ko'rdik. Yana bu yerda yana o'sha narsani qaytadan chuqurroq ko'rsatishga harakat qilyapti. Hop, endi savol tug'iladi. Explicit yaxshimi, implicit yaxshimi? Qaysi yaxshi? Mana shu narsalar demak nerv bu yerda parametrizatsiya science density. Demak bu nerv demak nimalarda sahnalarda hosil qilayotgan paytda demak zich holatda parametrlashtiradi o'sha sohani har bir nuqtasida. Mana shunday ko'rinishda demak har bir nuqtada parametrlashtirib demak qilib beradi. Xo'p, Gaussian splitting degan narsa bor. Bu ham bitta alohida narsa. Endi Gaussian splitting deganda nimani tushunish kerak? Mana shu narsani biz menimcha salgina chuqurroq bersak yaxshi bo'ladi. Hozir demak o'sha narsani bir tushunib olaylik, nima narsa. Hop, bu yerda asosiy narsa nima? Gaussian'da o'zi asosiy maqsadi taqsimotni qurishga asoslangan. Ya'ni o'rtachasini oladi yoki standard deviation yoki korrelasiya matrisalar quradi. O'sha orqali generatsiya qiladi. Biz yuqorida nerv haqida aytdik, bu yerda nerv haqida ham biz to'liq aytmadik. Shunchaki ni ARF deb ketdik, bo'ldi. Buni ham to'liq aytmadik. Bu yerda asosiy ko'rinish farqi mana bu denslik qiladi, zich ko'rinishda aniqlanadi. Lekin bu hammasini cloud ko'rinishda tasvirlaydi. Cloud ko'rinishda tasvirlaydi yoki mana bunday ko'rinishda tasvirlagani uchun natijada mana bu yerdagi sahnadagi narsalar ba'zi joylarda ochiq qolishi mumkin. Endi Gaussian o'sha narsalarni demak tarqatilgan sparsely ko'rinishda tasvirlaydi. Qayerda demak nima bo'ladigan bo'lsa, density yo'q bo'ladigan bo'lsa, o'sha narsa qayerda zich bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerda qiymat bo'ladi. Boshqa joylarda qiymat bo'lmaydi, nol bo'ladi. O'sha orqali modelni tashkillashtirishga harakat qiladi. RGB mana shunga o'xshagan narsalarni ham tashkillashtirayotgan paytda mana bunday demak o'rtachasini mana shunday ko'rinishda nima qiladi. Ya'ni 3 ta 4 ta har xil tomonlardan sahna berilgan paytda, rasm berilgan paytda o'sha bilan generatsiya qilishga yordam beradi. Hop, rekonstruksiya qilgan paytda mana bular o'sha Gaussian splittingda qilingan. Generatsiya qilyapti. Bu ham mana bu Gaussian splitting ham hozirgi kunda yangiroq bo'lyapti. 2023-yillarda
boshlab natijalar chiqib boshlagan. Mana e'tibor qilayotgan bo'lsangiz, bu ham o'rgansangiz bo'ladigan soha agar ilmiy ish qilaman desangiz, mana shu orqali ham generatsiya qilishyapti. Hop, endi quality efficiency degan narsa bor. Ya'ni qaysi demak sifati yaxshiroq, samaraliroq. Mana shu narsalarni ko'ramiz. Bu yerda juda ko'p modellarni hozir ko'rib o'tdik. Hop, bu yerda train debdi, FPS, PSNR, SSIM debdi. Hop, modelni o'rgatish masalasi bor. Model o'sha generatsiya qiladigan sekundiga rasmlar soni bor. Va hokazo. Bu yerda 2023-yilda chiqqan modelda ko'rsatyapti. Bu yerda men mana bu narsalarga to'xtab o'tirmoqchi emasman, natijalarga. Asosiy aytadigan narsa FPS. FPS sekundiga nima chiqarishi. Nechta frame generatsiya qilib beriladi. Demak, sekundiga bu yerda 167 ta generatsiya qilib berayotgan ekan. E'tibor qiling, 168 ta desangiz ham bo'ladi. Juda tez. Hop, model o'rgatayotgan paytda 6 minutda o'rgatibdi model. Juda ham sekin, tez. Mana shu narsalarda asosiy farq hisoblanadi. Qolgan joylarda ham aytishingiz mumkin. Bulardagi mana bu yerda pas, bu yerda pas. Sababi bu yerda o'zi pas bo'lish kerak bo'lishi mumkin. Bu yerda sifat nuqtai nazaridan aytyapti. Mana bu yerda effektivlik nuqtai nazaridan aytilyapti. Sifat nuqtai nazaridan menimcha ancha pastroq shekilli. Mana shunday ko'rinishda. Endi sifat deganda generativ modellarda sifat degan tushunchani kiritish saligani qiyinroq. Masalan, mana rasm generatsiya qilindi. Nimasiga qaraymiz? Masalan, mana bu yerga e'tibor qilgan bo'lsangiz, mana bu yer xirab qolgan. Mana bu daraxtning mana shu qismini, mana bu yerdagi bo'ladigan jarayonda juda ham chiroyli generatsiya qilib bera olmagan. Bitta kamchiligi. Keyin mana bu velosiped qiyshiqqa o'xshaydi. Meni ko'zimga shunday. Mana bu tomoni oldi chiqib, orqa tomoni kirib ketgan o'xshaydi. Ya'ni rahasi qiyshiqqa o'xshaydi. O'shunga o'xshagan holatlar. Endi bu narsalarda ko'proq nima qilayotgan paytda odamning aralashuvi bo'ladi. Shuning uchun mana bu yerdagi nimalarga sifat nuqtai nazaridagi ikkita metrikaga men to'xtalib o'tirmaymiz. Yana o'sha rasmlar. Hop. Structure aware representation, masalan, strukturasi taxminan berilsa, mana bu narsa ikkovidan bu narsani hosil qilishimiz mumkin. Mana shunday elementlar bor. Masalan, stolda mana shunday elementlar bor. Buni qanday qilib yig'aman desangiz, o'sha narsani chizib berish mumkin. Bu bilan buni ikkovini qo'shgan paytda element structure mana bunday narsa hosil qilib berish mumkin. Hop, yana o'sha narsani aytyapmiz. Element structure bu narsani aytdik umumiy holatda. Endi segmentatsiya qilish. Masalan, mana stol berilgan bo'lsa, o'shaning atroflarini segmentatsiya qilish. Demak, konstruksiya qilish qiyin, oson. Modellar ishlatish oson. Lekin atomik darajada, ya'ni juda kichkina darajada elementlarni demak nima qilish, tasvirlash bu juda ham qiyin. Bunday narsalar qilish uchun generativ modellardan foydalanish mumkin bo'lishi mumkin. Boshqa holatlarda emas. Hop, demak, qismlarga ajratilgan holati, e'tibor qilayotgan bo'lsangiz, bu narsalar haqida ham ozroq gaplashdik. Lekin bu yerda o'sha narsalarni chuqurroq ko'rsatyapti. Mana qismlar ajratilgan, o'shalardan qismlardan nima qilingan. Demak, qismlarning bir-biriga birlashishi demak yechimga ega, lekin o'rtasidagi bog'lanish demak uncha demak nima qilinmagan. Ko'rsatib berilmagan. Xo'p, endi yana o'sha volumetrik primitivlar kiritamiz, oddiy rasmlarda. Unda mana bu narsalar qiymatlar kirityapmiz. Mana bu model, bunga o'xshagan narsalar kiritsak, endi bizga mana bunday qilib chiroyligina hayvon generatsiya qilib beryapti. Endi mana bundan buni generatsiya qilyapti. Bundan bu. Xo'p, va hokazo. Mana shunday ko'rinishda hosil qilishimiz mumkin. Mana bundan bu, bundan bu, bundan bu, bundan bu, bundan bu. Endi albatta generatsiya qilayotgan payt o'ziga yarasha holatlar bor. Implicit function. Buni ham oldin ko'rdik. Endi yana davom ettirib ketaveramiz. Aynan nima kerak? Endi graflarda demak bir-biriga bog'liqlik. Masalan, mana bu yerda kompyuter bor. Kompyuter bilan mana bu stolni bog'laymiz. Mana bu stulni ham o'shanga bog'lashimiz mumkin. Mana shunday qilib bog'lab, mana bu yerda sahnani qanday qilib joylashtirishimiz mumkin. Mana shunday qilib nima qilishimiz mumkin? Ya'ni uyda narsalarni joylashtirish masalasini ham ko'rish mumkin. Bu nima qiladi? Obyektlarni graf qilib, bir-biriga bog'lab qo'ygan paytimizda maxsus muhim bo'lgan narsalarni
nima qila oladi? Demak, majbur deyiladi bir-biriga bog'lash uchun. Ya'ni bog'liqligini oshiriladi. Lekin umumiy holatda hozirgi kunda ham mashinalar o'rganish masalalarida yoki mana shunday modellarni graph generation modellarida juda ham demak muammolar ko'p. Bu ham ochiq masala, demak alohida shug'ullansa bo'ladi. Iyerarxiyalar bor. Masalan, uydan keyin undan yana bitta gumbaz ichida bunisi bor, bunisida bunisi bor, bunisida bu bor, buni bu ko'tarib turibdi. Bu ustunlardan qurilgan ustunlar yana nimadir narsaning ustiga qurilgan. Bunday qilib iyerarxiya ham qurish mumkin. Bularni ham generatsiya qilish mumkin. Mana shu narsani tushunish uchun. Lekin hamma narsa demak struktura nuqtai nazaridan demak tabiiy nuqtai nazardan daraxtlar ko'rinishida demak ifodalanmasligi mumkin. Hop. Yana o'shanga misol iyerarxiyaga nisbatan mana stol, seat asosi, demak asosi, orqa qismi, surface'lar va hokazo. Buni WordNet degan modelda ko'rib chiqdik, shuning uchun menimcha uncha shart emas. Ba'zi bir holatlarda modellar ham iyerarxik strukturaga ega bo'lishi mumkin, ham demak bir-biriga bog'langan ko'rinishda bo'lishi mumkin. Bu yerda endi eng yaxshisi graflar bilan modellarni tasvirlash yaxshi bo'ladi. Mana shu graflar bilan tasvirlasangiz yaxshiroq demak tasvirlashingiz mumkin bo'ladi. Lekin bu narsa nima? Mana shunday qilib datasetlar qurish juda ham qiyin. Ya'ni graflar ko'rinishda ham, bunday ko'rinishda ham bir-biriga bog'lab rasmlarni, ya'ni datasetlar qurish juda ham qiyin masala. Endi bu yerda o'sha narsalarni ko'rsatyapti, qanday qilib graflar qurish mumkin. Encoder graflar bor, decoder graflar bor. O'sha auto encoderlarni graflar asosida ham qurish mumkin. Bu narsani demak mana shunday modellar bor. Shuning natijalarini mana 2019-yillarda StructureNetda demak ko'rsatilgan. O'sha orqali demak graflar orqali mana bunday qilib qaysiga bog'langan, nima qismiga bog'langan qilib rasmlarni generatsiya qilingan. Hop, dasturlar. Dasturda kodlarni ham shunday generatsiya qilish mumkin. Hop, qanday qilish mumkin? Bu holatda mana bu yerda subsumes, ya'ni yig'indilarni hosil qilayotgan paytda xuddi shunday graflar qilinadi. Ya'ni biz o'zi oddiy kod yozgan vaqtimizda, masalan, Pythonda kod yozsangiz, o kodni bitta C da yoki C++ da yozilgan bitta programma oladi, ichini mana shunday qilib iyerarxiyalarga bo'lib chiqadi. Keyin iyerarxiyalarga bo'lib, birinchi qovus ishini bajaradi, keyin uni bajaradi, keyin buni bajaradi. Mana shunday qilib kod bajarishga harakat qiladi. Mana shu yerda ham xuddi shunday kodlarni generatsiya qilish yoki kodlarni nima qilayotgan paytda mana shu narsalarga e'tibor qilinadi. Xo'p. Bu yerda demak mana bunday ko'rinishda format qilayotgan paytda demak nimalarni demak rasmlarni nima qilish yoki datalarni olish juda ham demak murakkab. Ya'ni mana bunday qilish ham ancha ham murakkab hisoblanadi. Endi umumiy olganda mana shu bilishimizcha darsimizning oxirgisi. Keling, oxiriga o'taylik. Mana shunday qilib hosil qilish mumkin, generatsiya qilish mumkin va hokazo. Endi aytadigan narsamiz nima? Bu yerdagi o'taydigan narsalarimiz juda ham murakkab. Aynan mana shu sohaning mutaxassisi bo'lmasa, bu narsalarni to'liq, chuqur tushuntirib berish qiyin. Va undan tashqari, kimdir ko'radigan bo'lsa, bu narsani tushunish ham qiyin. Hattoki o'sha mutaxassis bu narsalarni o'tib bersa ham. Chunki deganda bu narsalarni o'tish uchun biz yuqorida aytdik, juda ko'p narsalarni oldindan bilish kerak dedik. Endi to'g'ri-to'g'ri bu prezentatsiyadan ko'rsatsak ham bo'ladi. Mana bu yerda masalan birinchi o'rgangan narsalarimiz splinelar. Splinelarni ko'pchilik bilmaydi. O'sha splinelarni o'zini o'tish kerak. O'zi bitta 3-4 ta mavzu bo'lishi mumkin splinelar bilan ishlash. Ular qanday ishlaydi? Qanday qilib mana shular qurilyapti? Oldin nima muammo bor edi? Endi o'sha muammolardan yana qanday masalalar olib chiqyapmiz? O'sha masalalar bilan qanday modellar tashkil qilyapmiz? Xo'p, bularning o'zi alohida narsa. Endi uning nazariy tomoni bor. Masalan, algebra tomonini qarasangiz, demak amaliy tomoni bor. Demak, sun'iy intellekt tomonidan qarasangiz, ya'ni nazariyada shuni yozib ketishingiz mumkin. Mana shunday narsalar bo'lsa, masalan, yuqorida aytdik, quyida mana bu yerda bir nechta turdagi narsalarni ko'rsatyapmiz. Mana bunday narsa bo'lishi mumkin deyapmiz. Shunday qilsak bo'ladi deyapmiz. Lekin mana shunday qilib datani generatsiya qilish o'z muammo. Endi savol tug'iladi. Algebra nuqtai nazaridan mana shunday datamiz borda, mana shu narsani datamiz bor deb tasavvur qilamiz deb bitta nazariya qurish mumkin. Nazariyada natijalar ham olish mumkin. Muammo nima? Uni amaliyotda qo'llab bo'lmaydi. Birinchi o'sha bizga dataset kerak bo'ladi. Va hokazo shunga o'xshagan masalalar. Bu demak shug'ullansa bo'ladigan alohida bitta mutaxassislik. Buning uchun
Albatta endi bir kun, ikki kun, bir oy, ikki oy, bir yil, ikki yil yetmaydi. Odam qaysidir ma'noda 4 yil, 5 yil, 10 yilda vaqtini sarflasa, mana shu sohani tanlab, doimiy mana shu soha bilan ishlasa, o'shanda shu sohadagi muammolarni biladi, natijalarni ishlaydi, bironta demak hayotga kerakli bo'lgan amaliy masalani ishlab odamlarga taklif qilish mumkin bo'ladi. Aks holda 1 yil, 2 yil, 3 yil hech qanday mana bu ilm sohasida natijaga sizni yetkazmaydi.